Ozgina falsafaga o'taylik. Men hozir birinchi kiradigan savolim sizga, Abdulaziz aka, sizni talqiningizda moliyaviy savod nima degan temadan boshlaymiz. Bitta narsa kelisha olishib, so'kinmaymiz. Husan akamga ham rahmat. Bugungi kunimdan ham roziman. Primerda tushuntirib beraymi? Agar shu 3% odam 8% ga ko'paysa, dunyoda kambag'al qolmaydi degan bir teoriyani isbotlab bergan. Keling, qarzlarga nimaga kiryapmiz? Ilm va xulq paydo bo'ladi. 40 yoshdan keyin bitta tabletka ta'sir qilmaydi. Emotsional odamlarda 72 soat bo'ladi. $100 $110 qilib to'laydi, $120 to'laydi. Lekin uni qadriyati bo'lmasa 170 deb to'laydi. Qadriyatim yo'qmi? Qarzim bor. 100 ta odamdan 15 tasi default pulni qaytarmayapti. Xuddi boyiga ayolga o'xshab boshini ushlab yuribdi. Lekin qarzdor oldiga borsamchi, Kreditsiz ham baraka topib boy bo'lsa bo'ladi desam, bir xil ishonmaydi. Buy now, pay late. Bugun ol, keyin to'la, BNPL. boylik yetmasa, o'zi boylikni o'zi qayta degan savol. Odamlar nima deydi? Mashina sekin haydashim kerak. Assalomu alaykum azizlar, do'stlar. Bugun bismillah bitta yaxshi suhbatni, ko'rsatuvni boshlamoqchimiz. Yaqinda Abdulaziz aka do'stimiz bilan biz safarda bo'ldik. Malayziyada, Langkavi orollarida bo'ldik. Har xil mavzularda suhbat bo'ldi, shu jumladan moliyaviy savod ilmi. Tadbirkorlar, katta tadbirkorlar davrasida o'tirganimizda qaytishda samolyotda Abdulaziz aka bilan bir mavzu gaplashdik. Abdulaziz aka, bugun ko'pchilikni pul mavzusi, moliyaviy savod mavzusi, ayniqsa qarzdorlik mavzusi boshini og'ritayotgan, qotirayotgan, kalla ishlatmayotgan holatga tushirayotgan holatlar juda ko'p. Keling, bismillah deb bitta suhbat qilaylik deb men iltimos qildim. Bugun Abdulaziz akam yo'q demay keldilar. Abdulaziz akamni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Men hozir o'zlariga so'z beraman. Bitta o'zlari haqida gapirib beradilar, keyin suhbatni bismillah deb ochamiz. Abdulaziz aka, xush kelibsiz. Men sizni yaxshi ko'raman, sizdan juda ko'p narsa o'rganamiz. Sizni tanimagan auditoriyamiz bor. Ozgina o'zingizni hali ingliz tilida background deydi, sohangiz, yo'nalishingiz nimada kuchlisiz? Ximiya, biologiya mutaxassisimisiz, IELTSchimisiz, tort pishiruvchimisiz yo sohangiz nima, ko'zingiz nima? Bitta auditoriyaga tanishtirib olaylik-da, keyin nimaga siz bilan suhbat qilayotganimizni auditoriya bilgandan keyin mavzuga o'tamiz. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdan xursandmiz. Ismim Abdulaziz Sattorov, Fintech Hub asoschiman. Fintechchiman desa ham bo'ladi. O'zi programmist bo'lib chiqqanman. Fintechchiman degani bu, ya'ni moliya texnologiyalari bilan shug'ullanamiz. Moliya texnologiyalarida shu odamlarni scoringi deydi, ya'ni odamlarni psixologiyasiga qarab, uni nechta pulni aylantira olishi, nechta pulga bizning tilda aytganda javob bera olishi va bu o'zi nechta pulni boshqara olishi fani bor. Fintech Hub'ni fintechni asosiy masalasi shu odamlarni pulga bo'lgan muomalalarni texnologik jihatdan boshqarish, tushunishga etiladi. Asosan sohamiz shu, ya'ni bu moliyaviy texnologiyalar va moliyaviy texnologiyalar odamlarga texnologiyalar qanaqa yordam beradiki va ularni pulini ko'paytirish uchun, odamlarga texnologiyalar qanday yordam beradiki ularni pullarini boshqarish uchun, odamlarga moliyaviy texnologiya qanday yordam beradiki ularni pulini saqlash uchun biz shu masala ustida bosh qotiramiz, shu masala ustida ishlaymiz. Shu fintech sohasida prilojenalar yaratamiz, har xil to'lov tizimlari yaratamiz, pul o'tkazmalar tizimi yaratamiz. Shu asosan sohamiz shu. Yana bitta savol beraman, ozgina orqadagi tajribangiz. 1 yil bo'ldimi bu sohaga kirganingizga, 2 yil bo'ldimi, 5 yilmi, 10 yilmi bilmaydiganlar bor. Men-ku sizni adashmasam bir 30 yildan beri taniyman. 97-98-yillardan beri. Qaysi nimadan o'sib kelgansiz? Tajriba muhim. Men shuni bitta bilib olay, keyingi suhbatlarimizda bu mavzuni. Men eng katta va yaxshi o'qigan maktabim bor. Bu 3-biznes maktabi. Shu 96-yil kirib 99-yil bitirganmiz. Bu yerda o'sha operator EVM buxgalter degan fan bo'lgan. Bu o'sha kakras o'sha paytdagi moliyani texnika tomonidan, kompyuter tomonidan qo'llash bo'lgan. Va bir 19-20 yil bank sohalarida ishlaganman. Har xil proyektlar qilganman.
shu odamlarni pulini boshqarish, pulini ushlash, to'lovlar bo'yicha har xil tizimlar yaratib, shu bo'yicha yurganmiz. Endi fintech umuman dunyoga kasb bo'lib, soha bo'lib 2014-yilda kirib keldi. 2014-yilda kirib kelgandan keyin bu 2014-yilgacha bo'lgan har xil gipoteza, teoriyalarni buzishni boshladi. Ya'ni oldin aytaylik iqtisod nima deydi, chegaralangan deyilgan bo'lsa, fintech kirib kelgandan keyin yo'q, iqtisod chegaralanmagan. Ya'ni odam bu уже virtual hayotga o'tayotganda u yerda iqtisod unaqa chegaralanmagan. Ya'ni xohlagancha pul topishi mumkin, Ya'ni xohlagancha cheklangan resurs degan ibora bordi, hozir cheklangan yo'q, resurs cheklangan yo'q resurs degan ibora yo'q. Endi buni qayerdan olib yetyapsansa, Skinner degan bir olim bor. Shu 2003-yilda kitob yozgan. Shu moliya texnologiyalarining rivojlanishi odamlarni pulga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga olib keladi. Pulni to'g'ri boshqarish yo'li bilan odamlar o'zini farovonligiga, moliyaviy yetakchiligiga erishadi degan fikr aytgan. Va Skinner yana bir narsani aytganki, hozir dunyoda 3% odam bu boy odam hisoblanadi. Ya'ni 3% odam ichida juda katta pul massasi bor. Agar shu 3% odam pul muomalasini biladi. Pul muomalasini biladi va pulni boshqarish ilmini biladi. Agar shu 3% odam 8% ga ko'paysa, dunyoda kambag'al qolmaydi degan bir teoriyani isbotlab bergan. Bu nimani dalolat beradi? Ya'ni odamlar tug'ilibdiki, moliyaga ehtiyoji bo'lgan, boylikka ehtiyoji bo'lgan, pulga ehtiyoji bo'lgan va o'sha pul ilmini o'rganishi majburiy bir soha. Bu kasb emas, bu bir nima deydi, ingliz tilini bilganda, ingliz tilini zarur bo'lgan bu moliyaviy savodxonlik eng kerakli masala. Shuni bilaman. Zo'r. Men ozgina xulosa qilib qo'yaman. Demak, men sizni adashmasam 97-98-yillarda Ipak yo'li bankida oddiy bank klient mutaxassis sifatida taniganman. Bank sohasida 96-yildan boshlaganmisiz? Ha, 96-yil. Nechinchi yilgacha bank sohasida ishladingiz? 2017. Demak, 96dan 2017gacha 21 yil bankni ichidan o'sha oddiy bank klientni o'rnatuvchi IT mutaxassisdan adashmasam boshqaruv kengashigacha o'sgan insonsiz. 2016dan fintech sohasiga kirib keldingizmi shunda? 2014dan. 2014dan bugun 2026-yil bo'lsa, oxirgi 12 yil ichida siz fintech yechimlarini qilib yurgan insonsiz. Bugun men qisqacha balkim joiz bilsangiz aytaman, istalgan to'lov tizimlarini ichida sizlar yaratgan bir qanaqadir texnik yechimlar, mini programmalar bor. Men o'xshatib qiladigan bo'lsam, istalgan samolyotda motori, zo'r samolyotda motori Rolls-Royce kompaniyasiniki bo'lsa, demak bugun men bilgan PayMe bo'ladimi, Krik bo'ladimi, katta to'lov tizimlarini ichida sizlar yozgan bizdan nachinka bor. Ya'ni motor Rolls-Royce sizlarniki. Ozgina auditoriyaga kim bilan gaplashayotganimni tushuntirish ma'nosida aytyapmanki, o'zi kim bu odam degan savol bo'lmasligi uchun ozgina kirish qilib berdim. Bo'ldi. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Unda savol. Sizning nazaringizda moliyaviy savodxonlik ilmi nima? Men nimaga buni so'rayapman? Oxirgi oylarda meni bir 3-4 ta televideniyadan chaqirdida, har kun ko'rsatuv moliyaviy savodxonlik mavzusida. O'tda Markaziy bankdan, Oliy biznes akademiyasidan, Narxuzdan, har xil sohadan insonlar kelgan. Hamma bu mavzuga u yoqdan kirdi. Men aytdim, yo'q. Odam atosidan tushuntirish kerak, chunki auditoriya darajasi har xil. Kimdir obligatsiya mavzusiga kirib ketyapti, kimdir boshqa mavzuga kirib ketyapti. Bizda auditoriya omma 38 milliondan oshiq aholi bo'lsa, kamida bugun 10 million insonni bo'ynida kredit, variant, рассрочка, nasiya, qarz masalalari bor degan fikrdaman. Uni statistikasi qo'limda yo'q. Nimaga bular qarz botqog'iga kirib ketyapti? Kecha milliondan boshlagan odamning bo'yinda 10 million. 10 milliondan boshlagan odamning bo'yinda 100 million qarzi bor. 10 ming dollardan boshlagan odamning 50 ming, 100 ming dollar qarzi bor. Yoki biznesda 100 ming dollar kredit olgan odamning bo'yinda bugun yarim million, 1 million dollar qarzi bor insonlarning ichida yuribmiz. Va kasallik sabablarini birgalikda Alloh nasib qilsa bitta ko'rsatuvmi, ikkita ko'rsatuvmi, 5 tami, 10 tami o'ziga yarasha bir rubrikamiz bo'lsin, insonlarga manfaatli bo'lsin degan niyatda siz bilan bismillah deb shu ko'rsatuvni boshladim. Agar azizlar auditoriyamizga, sizlarga shu mavzu qiziq bo'lsa, sizlardan qo'llash kerak bo'ladigan narsa like,
Podpiska, kommentariy, izoh. Bizni suhbatimizdan nima oldinglar yozasizlar. Keyingi suhbatlarda Abdulaziz aka va shularga o'xshagan insonlarni kimni chaqirishimizni, nima mavzularni ochishni yozsanglar, biz keyingi ko'rsatuvlarni davom ettiramiz. Savolga qaytamiz. Sizni nazaringizda moliyaviy savodxonlik nima? Birinchi bazaviy savol. Husan aka, moliyaviy savodxonlik deganda ko'pchilik aytadi, bu pul ilmi deydi, pulni hisoblash ilmi deydi. Balkim bu ham to'g'ridir, lekin sodda qilib aytganda, bu bor pulni, ya'ni pul bo'lish uchun daromad bo'lishi kerak. Bor pulni boshqarish, ko'paytirish, himoya qilish. Moliyaviy savodxonlik mana shu 3 ta savolga javob beradi. Ya'ni bor pulni boshqarish, ko'paytirish, himoya qilish. Menga eng ma'qul bo'ladigan tarafi, hozir siz qarz deganingiz uchun, ya'ni bor pulni himoya qilish ham bu bitta ilm. Bu bitta ilm. Ya'ni pulni har xil boyagi aytganingizdek obligatsiya yoki dividend yoki boshqa narsaga qo'yib yuborish u moliyaviy savodxonlik emas. U pulni qaqqadir o'sha odam fikr qilib nimagadir tikdi. Yo pul yo bor bo'ladi, yo yo'q bo'ladi. Moliyaviy savodxonlik degani shu pulni boshqarish, to'g'ri boshqarish uchun ilm va bu pulni himoya qilish uchun ilm va bu pulni ko'paytirish uchun ilm. Endi pul o'zi qayerdan keladi, menimcha keyingi savollarda hal qilamiz. Pulni boshqarish deganda, ya'ni bu nima temali? 3-4 ta asosiy, misol uchun, funksiyalari bor. Birinchisi, misol uchun, daromadni to'g'ri taqsimlash. Ya'ni har bir odam $100 topyaptimi, $1000 topyaptimi, $1,000,000 topyaptimi, agar u daromadni to'g'ri taqsimlamasa, bu ertaga u puldan ayriladi. Ya'ni himoya qila olmaydi va boshqara olmaydi. Asosiy bir anaqa nimasidagi muammolardan bittasi, ya'ni daromadni to'g'ri taqsimlash. Ya'ni xarajatlarni boshqarish desak bo'ladimi shu yerda? Topayotgan daromadingni xarajatga keyin kelamiz. Hozir daromadni to'g'ri taqsimlash. Ya'ni daromadni to'g'ri taqsimlash nima? Aytaylik, topayotgan pulimiz $100 bo'layotgan bo'lsa, mani kelajagim uchun, ya'ni o'zimni miyamdagi update'im uchun qancha pul sarflayman? Oilaviy xarajatlarim uchun qancha pul sarflayman? So'kinmaymiz. Update'ni tushunmaydigan odamlar bo'ladi. Oddiy o'zbek tiliga tushirib. Mani o'zim rivojlanishim uchun. Mani o'zim rivojlanishim uchun. Chalib turaman, update desangiz so'kinmen deyman. Yo, u narsa. Ya'ni daromad keldi. Hali xarajat yo'q. Daromad keldi. Shu daromad $100 pul topdik. Nimadir qilib topdik. Shu yoygacha keldi. Hali xarajat qilmadik. Birinchisi, bu pulni qanaqa to'g'ri taqsimlash haqida plan rejalarimiz nimalarimiz? Bugungi kunda qanday taqsimlasak to'g'ri, bu ilmni bilish kerak. Mana taqsimlash shu yerda. Hali xarajatga borganimiz yo'q. Hali non sotib olganimiz yo'q. Ya'ni boshqa reja qilishmi? Reja qilish, taqsimlash, ya'ni mana bunga buncha ketadi, mana bunga buncha ketadi, mana bunga buncha ketadi. Buni o'zi oddiy olganda juda oddiy masala, lekin siz bilan efirdan oldin gaplashgan boshqa degan narsamizda ko'pchilik xarajatga qarab yugurib ketadi-da. Men shu joyda to'xtatmoqchiman. To'xtanglar. Mana pul topdik. Ketmon chopdik yoki programma tuzdik, nimadir qildik, $100 pul topdik. Xarajatga o'tishdan oldin plan bo'lishi shart. Bu $100 topilgan pulni nimalarga men sarflasam to'g'ri bo'ladi. Nimalarga sarflasam to'g'ri bo'ladi. Bu sarflashlarning metodikasi har xil. Uni 3 soatlab gapirish mumkin. Alohida bir ko'rsatuv qilishimiz mumkin. Daromadlarni taqsimlash degan ko'rsatuv qilishimiz mumkin-da. O'sha yerda har xil metodikalar bor. Qaysinisi to'g'ri, qaysinisi noto'g'ri, qaysinidir kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Buni o'tirtmayman. Lekin eng birinchi masala, men bitta rekomendatsiya bergan bo'lardim. Odam 100 so'm topdimi? 100 so'mmi, 1000 so'mmi, million so'mmi, to'satdan anaqa qoldi deylik, aytaylik. Xudo berdi. U yo'g'i anaqa qilaylik deydi. Nima? Meros qoldi. Misol uchun meros qoldi. Kiyosakining kitobida qancha meros qolgan odamlar 3 oyga bormagan. Lotereyadan yutdi. Lotereyadan yutdi, ketdi, boshqa bo'lgandi. Masalan uchun qo'liga pul tushgan odam bitta mayli 1 soat demaylik, 2 soat demaylik, 5 minut o'tirib, "Xo'p, bu pul qayerdan keldi? Endi nimalarga sarflaganim to'g'ri" deb o'ylasa, to'g'ri qaror bo'ladi. Bu pulni taqsimlashi, boshqarishi, daromadni to'g'ri taqsimlashi. Hatto men aytmayman 100% to'g'ri taqsimlasin. Xo'p, shu pulni agar bir 50%, 30% to'g'ri taqsimlasa-chi, odam hech qachon boyga yetayotgan qarz-parzlarga kirib ketmaydi-da. Bundoq sag'al o'tirib 5 minut o'ylab to'xtab tur deb shuni qilib olsa,
aytaylik pul topgandan keyin 5 minut 10 minut hop 1 soat o'tirsam och qolmayapti, hali boshqa narsa bo'lmayapti. Topilgan pulni xarajat qilishdan oldin to'g'ri taqsimlab olish. Ya'ni 100 so'mmi 100 so'm tushdi, 10 so'mini bu yoqqa, 5 so'mini bu yoqqa, 80 so'mini mana bu yoqqa. Aytaylik kam pul topayotgan bo'lsa, katta qismi oziq-ovqatga, kiyim-kechakga, yeyish-ichishga ketadi boshida. Shundan 10 so'mni olib qola oladimi yo'qmi? Shu masala muhimda. $1 bo'lsa ham olib qola oladimi? Shu masala muhim. Qanchalik olib qolishi men o'ylayman bu ikkinchi tema. Misol uchun 100 so'm pul topdi. Agar bu kam pul bo'ladigan bo'lsa, hozirgi holatda oyligi, oziq-ovqati, boshqa kiyim-kechagiga yetayotgan bo'lsa, o'shandan 1 so'mini ajrata oladimi yo'qmi? Agar shuni 1 so'mini ajrata olsa, bu aytaylik boyagi to'g'ri taqsimlash, bundoq minus plus chizganimizda 100% to'g'ri taqsimlashdan shu 1% to'g'ri taqsimlashga o'tgan bo'ladi. Albatta siz daromad qismingizda gaplashyapmiz. Faqat daromad qismida shu qism odam bitta o'zini to'xtab olib to'g'ri taqsimlash degan fikrga qachon kirsa, endi buni ilmi katta, to'g'ri taqsimlashni $100 topsa ham, $1 topsa ham, $1000 topsa, $5000 topsa ham taqsimlash masalasi ko'p, lekin men o'ylardimki, pul topgan odam, qo'liga pul tushgan odam shuni taqsimlash unga nasib qilgan bo'lsa, bu baxtli odam to'g'ri taqsimlash haqida 5 minut 10 minut o'ylab qo'yishi muhim. Menga shu anaqa joyida nima qilib ketay, bo'lmasa aniqlik kiritib ketay. Ya'ni qo'liga pul tushgan odam odatda emotsiya bilan ishlataveradi. Nima bo'lsa ham. Ya'ni emotsiyasiz hisob-kitob bilan reja qilishga yetyapsiz-da. Ha. Qo'lingizga Xudo berdi $10,000 kelsa, voy bu qilaman. Ko'proq kelib qolsa, maktabda 100 million topsang nima qilasan desa, xayriya qilaman, bolalar uyi, qariyalar uyi deydi. Hozir 100 million bering, yetkazib olmaydi. Emotsiya bilan ketib qoladi. Shunaqa. To'g'rimi? Ya'ni emotsiya emas, hisob-kitob bilan reja qila olasanmi degan narsaga urg'u bermoqchisiz. Endi mana shu yerda daromad. Dunyoda 100 ta odamdan 97 ta odamga so'rab qancha pul kerak desangiz, birorta odam bitta sifrani aytib bera olmaydi. Bilmaydi. Ko'p pul kerak deydi-ku. Ko'p qancha? Real uni bilmaydi. Bu nima gap emas, oddiy gap. Hamma aytadiki, ko'p topsam boy bo'laman, ko'p topsam to'g'ri, men maza qilaman degan tema. Yo'q, pulli ko'p kamligi emas, pulli to'g'ri taqsimlanishi odamni yo baxtli yoki boy yoki kambag'al qiladi-da, to'g'ri taqsimlanish. Qancha pul desa hamma emotsiyada. Esingizda bo'lsa bitta yanvardagi nimada siz qancha pul sarflaysiz desa, men $1,500 desam, hamma turibdi, anuchi, manbichi deyapti-da. Hammani xayolida shu siz qanaqadir katta xarajat qilasiz. Men o'sha kuni kimdir bitta sifra aytdi, 200,000 dedi-da. Men yetib bora olmadim-da. Oxirgi 5 yilda men 200,000 xarajat qilmaganman. To'g'risi. Mana shunaqa bo'lsa kerak. Ha deb qo'ya qoldi. Nimaga? Chunki ularning xayolidagi narsa men bunaqa yashash tartibiga mana shunaqa yiliga sarf bo'lish kerak. Kim aytdi? Birov hisob-kitob qildimi? Yoki aniq qayerdadir yozib qo'yganmi? Hech kim hisob-kitob qilmagan. Mana shu yerda men aytamanki, hech kim $100 puli tushmaguncha, birinchi pulni topmaguncha bu temaga kirmaydi. Ya'ni baraka topkurlar shu hisob-kitob qilinsa, yo'q pulni qayerdan hisob-kitob qilaman deydi. Lekin pul tushgan joyida bo'ldi. O'tirib, hozir mana narsalar eng muhimlari qaysi, o'rtanchasi qaysi, ma'minisi qaysi. Yana keyingi safar 100 so'm, 200 so'm bo'ladigan bo'lsa, yana eng muhimlari qaysi, o'rtanchasi qaysi, kesimi qaysi. Odam mana shunaqa bugun $100 topdi, $200 topdi, $300, $500 topdi. Meni hisobimda oyiga $1,500 dan ko'p pul topayotgan odam qo'shimcha har xil xarajatlar haqida o'ylasa bo'ladi. Lekin 1,5 gacha bu sizni oilangiz, farzandlaringiz, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, har xil tematikasi. Ro'zg'or. Baza. Ya'ni 1,5 bu baza. Qayerdan olgansan 1,5 desa, men o'zim oxirgi hisob-kitobim shu 2022-yilda hisob-kitob qilganman. Butun mana shu 3 oy, 4 oy, 5 oy men nima yeyapman va o'rtacha hisobda nimalar kiyyapman, bazaviy meni yashashim, ya'ni shundoq minimumga tushadigan bo'lsam, men qanaqa bazaviyga tusha olmayman desam, nimadan kamiga yashab olmayman. Nimadan kamiga men yasha olmayman desam, minimum degan ibora o'shami? Прожиточный minimum qancha desam, menda kelib chiqqan shu narsa. Ya'ni 1,5 ga menda прожиточный minimum emas, o'rta hol normal yashasam bo'ladi. Ya'ni oziq-ovqatda oyiga 1,5 mingdan men pul topsam, oziq-ovqatda, xarajatda, boshqa narsada normal yuraman.
ya'ni 1,5 mingdan kattasini qanaqadir boshqa riskovniy masalalarga, buni oshirish temasiga yurg'izsam bo'ladi. Oyga hozir biza o'zimizni auditoriyamizda oyiga yoqqa qancha pul ketyapti, guruchga qancha pul ketyapti, tuzga qancha pul ketyapti, nonga qancha pul ketyapti, Excelda olib oyma-oy uchetini olib borgan odam qancha? Mana shu moliyaviy savodxonlik. Eng birinchi qismlardan bittasi. Kimdir obligatsiya, kimdir aksiyaga, kimdir tillaga pul tikkan deyishi mumkin. U yoqda 15-tema. biza hozir gaplashayotganimizda oyiga $100 pul topa olayotgan, $200, $300 ming dollargacha pul topa olayotgan odamlar haqida gaplashaylik. Va o'zi undan ko'p pul topayotgan odamlar ham boyagi zona безопасности, подушка безопасности degan joylarimiz qayerda? Hamma hisoblab chiqqanmi? Meniki boshqacha, sizniki boshqacha, boshqa odamlarniki boshqacha. Mani fikrim eng zo'r bo'lardi. Kim qo'liga birinchi pul olgan kuni, pul olmasidan oldin biza hozir nechta shior gapiraylik, urush beraylik, so'kish beraylik o'lchamaydi. Pul kelsin gaplashaman deydi. Pul kelgan kuni o'tirib, yonida $100 pul turibdi. Emotsional harakat qilmasdan, o'zi pul kelgandan keyin bir bo'lsa 1 minut, 3 minut, 5 minut emotsional harakat bo'ladi. Emotsional odamlarda 72 soat bo'ladi. Pul keldi, bunda qarayapman, hech qanaqa nimam yo'q, bo'ldi, shu pul mamda turib tursin. 3 kun tursin, hamma emotsional nima yo'qib ketadi. Misol uchun iPhone 17, 18 Pro Max olishim kerak deyotgan masala bor. Pul kelsa 3 kun ichida oladi o'sha. 3 kundan o'tsa hech kim ola olmaydi iPhone Pro Max. Pul kelsa iPhone Pro Max olaman degan odam 3 kunning ichida olsa oladi. Undan uyog'iga ola olmaydi. Chunki undan uyog'iga to'xtab tur degan tema ishli yuradi. 8 soatdan keyin to'xta, iPhone'dan ham muhim masala bor, iPhone'dan ham anu masala bor, iPhone'dan ham masala bor degan tema ishlaydi. Pul kelganda ratsional harakat qilishlik uchun, ya'ni emotsional emas, hisob-kitobli harakat qilish uchun pul kelganda shunday ko'rpanchatiga surib qo'yish muhim va eng uzog'i 70 soat kutish mumkin. 70 soat ichida odam miyasida hamma narsa aylanadi, to'xtab tur, hozir kartochka yetmayotgan ekan, piyoz yetmayotgan ekan, ertaga o'g'lim o'qishga kirayotgan ekan, indinga sigirga narsa olish kerak ekan, narsalar o'zi joyiga kelib odam tarbiya qilib qo'yadi. Agar bundan ham o'tib ketib, yana borib o'sha kerak emas iPhone'ni, bitta narsa aytaman, kerak emas iPhone'ni olayotgan bo'lsa, bu odam kasal odam. Bu odam o'sha kasal odam. Bu odamga pulni ishonib bo'lmaydi. Umumiy ilmda, ya'ni narkomanga o'xshaydi. Narkomanda bitta qattiq masala bor. Fintech aytadiki, hech qachon fintech olimlari fintech haqidagi kitoblarda bitta masala aytiladiki, pulni emotsional ishlatadigan odamga umuman pul berib bo'lmaydi. Bu qonun. Va pulni tam ratsional to'g'ri tartibga solmagan odamga pulni berish bu noto'g'ri masala. Xuddi shunaqa odam o'zi 72 soat ichida emotsiyasidan o'tib ketib, hech kim aytmayapti. Pul kelganda emotsiya ishlab ketishini hamma tan oladi. Butun dunyo tan oladi bu narsani. Emotsional покупкаlarimizni hammasi emotsional. Misol uchun un olishimiz kerak dedik. Hozir bugun biz un olishimiz shart degan temada borib un olayotganimizda ham emotsiya ishlaydi. Hisob-kitob ishlamaydi. Emotsiya ishlaydi. Tem bo'li bugungi kunda emotsiya ishlaydi. Marketing ko'p, informatsiya prostorstvida un olish kerakligida ham emotsiya ishlaydi. Misol uchun birinchi sort un olish kerak, ikkinchi sort, uchinchi sort un olish kerak. Menga uchinchi sort un olish kerak bo'ladigan bo'lsa, reklam boshqa narsalar bilan birinchi sort un olaman. Tushunasizmi? Lekin biz 70 soatdan keyin olyapmiz. 70 soatdan keyin olyapmiz. Biz baribir ham uni olyapmiz. Boyagi 100% lik plusda biz 10%, 15% plus yutyapmiz-da. Ana unni olmasdan turib ertaga un uchun qarz olish o'rniga ham biz un olyapmiz. Mayli 100 so'mga emas, 120 so'mga olyapmiz. Oq un olyapmiz. Tushunasizmi? Mana shu daromad kelganda sabr muhim, 72 soat muhim. Shu 3 kun 70 soat bu 3 kun muhim. 3 kunning ichida odam aytaylikdan $100,000 pul tushdi. L9 olamanmi, L8 olamanmi, BMW olamanmi, mana shu ketadi-da. Hali tushmasdan o'zi ketadi. Shuni bilsangiz, hidini bilsangiz. Hidini bilsa ketadi-da. Tushgandan keyin u imkoniyat paydo bo'lgandan keyin yana emotsional holatga shaytonlab qoladi. Bo'ldi, men L9 minarkanman, ana u dirkan, bu dirkan, mana bunaqa ekan, bunaqa dirkan, ketdi. Mashina olishim kerak. To'g'ri, shu kelayotgan pul mashinaga sarflanishi to'g'ridir. Endi L9 emasdir balkim. BYD chempion ham bo'lar yoki tam yana nima mashina bor? 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 minglik mashina bo'lar. Malibu ham bo'lar, Lasetti ham bo'lar. Oddiy elektromobil
Yuan App hozir dunyodagi любой mashinani ishini hal qilib beryapti-da, bitta mashina. Shumikin, shumasmikin degan savolni 3 kunning ichida yig'ishtirib oladi o'zini. To'xtab tur. Hozir Yuan olsam, o'g'lim men bu arzon universitetda emas, qimmatroq universitetda o'qir ekan. 3 kunning ichida bo'layotgan narsada, oilamdagi misol uchun go'shtni 200 grammdan yeyotgan ekanman, 400 grammdan yerkanman. Yoki tam shuni olib turib, antda ikkita sigir olsam, bir narsa tug'arkan degan fikrlar o'zi jamlab oladi. Odam fikrini jamlab. Главныйsi shu pul tushganda 100 so'm tushadimi, 100 ming tushadimi, 1 million tushadimi dollarda. Tushadimi? Shu 3 kun muhim. Balki emotsional odamlarga tam bir hafta 10 kun ham muhimdir, to'xta tegmay tur deb muhimdir. Narkomanni uyga tiqib qo'yishadi shu lomkasini sindirish uchun. Shunaqa narsa bo'lishi muhimdir. Lekin bu shu pulni boshqarishda o'sha to'g'ri taqsimlash muhim. Emotsional yashashning noto'g'ri. Pulni saqlash deganda asosiy masala emotsional o'ylab qo'ymaslik, shu muhim. U yog'i uje keyin nima deydi, moliyaviy savodxonlik deganda qarzlarni boshqarish, nima deydi, budjet qilish, necha yilga plan qilish, bu temalar ketaveradi. Lekin hozir biz daromadni ochdik. Bitta daromad qismini ochdik. Daromad keldi. $100 $1 million keldi. Sabr qilib, nimalarga ishlataman, eng muhimlari qaysi deb sabr qilib olish mumkin. Va bu narsa to'g'ri o'tsa, o'ylaymanki, xarajat plyus tarafda bo'ladi. Xarajatlarga ham o'tamiz, xarajatlar plyus tarafda bo'ladi. Shu moliyaviy savodxonlikda muhim masala shu deb o'ylayman. Shu pulni boshqarish ilmini olish, ko'paytirish ilmini olish, himoya qilish ilmini olish. Men himoya qilishiga ko'proq qaradim, chunki hozir pulni 99% aholimiz himoya qilmaydi. Xo'p, bitta pauza qilib xulosa qilib, demak, siz aytdingiz, moliyaviy savodxonlik sizning nazaringizda 3 ta narsa. Pulni boshqarish, ya'ni keladigan pulni emotsiya bilan emas, o'sha emotsional va ratsional. Ratsional hazm qilgan, plan qilgan, reja qilgan, 3 kun o'ylagan, keyin qilgan. Bu bitta ilm. Hozir biz xarajatlarga yoki ikkinchisi pulni ko'paytirish ilmiga ham hatto kirmaylikda, eng bozordagi jamiyatimizdagi muammoli holat qarzlar mavzusi. Hozir ham siz bilan ko'rsatuv olamiz deganda oldimizga bizni Factor Business maktabini My Life planni pulni boshqarish ilmida o'tgan yil o'qigan bir opa keldilar. Yoshlari 43 yosh. Bitta farzandlari bor, turmush o'rtoqlari yo'q. O'qituvchi, 10 million daromad oladigan insonning holatini ko'rdik. 2002-yildan boshlandi, birinchi kreditdan boshlandi. Bankka bordim, birinchi 25 million kreditni oldim. 10 million daromadimda 1 million 800 kreditga ketardi dedilar. Keyin yana undoq bo'ldi, ikkinchi kreditimni olishga majbur bo'ldim. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin. Uchinchisi, ularni yopish uchun uzun bankdan yana rasrochka oldim. Hozir tushunmayman, oyiga 10 million daromadim bor, 7 milliondan oshig'i kreditga ketyapti, ro'zg'orimni qanaqa o'tkazayotganimga hayronman. Foizi qancha desa qo'rqaman qarashga dedilar. Keling, mana shu bobga bugun qarataylik vaqtimizni. Sizning nazaringizda bu himoya qilish degan bobingiz. Meni nazarimda moliyaviy savodxonlik asoslari deganda 4 ta bob oldim. Pullar xarajatlar ilmi, ya'ni boshqarish deganda men uchun xarajatlarni boshqarish. Qancha ro'zg'or, qancha kommunal to'lov, qancha yegilik, ichkilik, qanchasi kiyim-kechak, qanchasi mashina, uy, joy, safar, xayriya, ehson, bu edi. Daromad qilish uchun endi nima qilish kerak? Nima qilsam $100 emas, 200, $500 emas, 1000, 1000 emas, 2000, 2000 emas, $5000 topaman, ilmi alohida. O'tga ilm, hunar, kasb kerak. 3-bob qarzlar ilmi. Ya'ni qarzlar ilmi deganda men uchun daromadidan ko'ra xarajatini ko'paytirib olgan o'sha opamiz misolida o'zi 10 million topyapti. Bugun 10 milliondan 7-8 millioni qarzlar yopishga ketyapti. Qarzi masalasini ko'paytirib oldi-da, topayotgan daromadini o'zi necha foizdan ko'pi mumkin emas, ko'ring degan ilm bor sizlarda. 30% gacha, 50% gacha degan ilm bor. 70% daromadini qarz yopishga ketkazyapti. Ta'nima foiziga. Bu degani bugun bu insonni o'sha topishi hali ham 10 million. Lekin o'zi savol berdingiz, ro'zg'oringiz xarajati qancha desa,
Bilmayman qanaqa yetkazyapman. Yo unga pul yetmayapti, yo bunga yetmayapti. Ya'ni biznes tilida kassовый разрыв kelib bo'lgan. Isitma уже sekin kelib, hozir reanimatsion holatga kirib bo'lgan. Bosh qotgan. Ya'ni daromaddan ko'ra xarajati katta bo'lib, qarz botqog'iga kirayotgan omma bugun kattalashib boryapti. Koronavirus xijolat mani nazdimda, mana bu yerda bu bor. Ya'ni qarzlarga kirayotgan jamiyat soni ko'payyapti. Mana shu yerda men rasmlarda chizishni yaxshi ko'raman. Bolalar ekranga chiqaringlar. Ya'ni ancha-muncha aholi qarz botqog'iga bilimsizlik nuqtai nazaridan, moliyaviy savod nuqtai nazaridan kirib ketyapti. Sababi daromaddan ko'ra xarajat katta bo'ldi. O'shaning uchun men bugun xohlaydigan narsa, keling qarzlarga nimaga kiryapmiz? Sababi qayerda? Bu hisob-kitobmi, bu qadriyatmi, bu moliyaviy savodsizlikmi, uyqusizlik, xotirjamlik yo'qolishi, bu sabablari, oqibatlari, natijalari va yechimlari. Men suhbatdan oldin ko'rdim. Baliq tutishni o'rgatilsam, qarmoq berilsam, shunda baliq berasiz, bor temini yopgin deysiz. Lekin bugun hozir 5 millionta, 10 millionta odam kelsa, unga baliq bera olmaymiz. Siz bilan bizning suhbatlarimiz jarayonida. Bugun birinchi ko'rsatuv. Azizlar, kommentariylar ko'p bo'lsa, bunaqa ko'rsatuv Abdulaziz akam biz ko'paytiramiz Alloh nasib qilsa, balkim sizlarga qadrli bo'lgan mavzuga olib kelamiz. Shunga o'xshagan ko'rsatuv muammolarga bilim bilan yechim berishi, suhbatini ko'paytirishi chin yurakdan xohlayman. O'shaning uchun xohlaydigan mavzum qarzlar mavzusi, ya'ni xarajatlar daromadlardan katta bo'lishining sabablari nima? Qarzlarga kirishlarimiz sababi nima? Xato qayerda ketyapti? Odatda mana sizga yordam deb kreditni oson qilganimiz bu yaxshi bo'ladi deb o'ylagan narsa aslida bu ziyon bo'lib qolyapti. Pulni boshqarishni bilmayotgan insonlarga degan og'rig'i ko'ryapman. Mavzuni sal kirishini kattaroq qilgandirman, lekin men sizni rakursingizdan shu mavzuni ochishni xohlardim. Xo'p, Hasan aka, mana shuni men qo'yib olaman. Bo'ldi. Chiroyli anaqa bo'pti-da. Endi bitta masala bor. Mana qarz olgan odam xarajatga kiradi deb degan masala bor. Lekin qarzga kirishda xarajatda aybi yo'q. Qarzga kirishda menimcha daromadda ham aybi yo'q. Bu anaqa qarz bu psixologik holat. Anaqa emas. Misol uchun nima deydi? Daromadni kamligi, xarajatni oshishligi degan temaga sal qarz boshqa yoq tarafdan. To'g'ri, daromadni kamligidan odamlar xarajatga kiradi. U ham qarz ilmini bilmaslikdan kiradi. Misol uchun moliyaviy savodxonlik ilmini ichida alohida bitta blok bu qarz bobi. Lekin men o'ylayman, odam yo'q qarzsiz yashaydi, yo'q qarz bilan yashaydi. Bunga daromad xarajatni unaqa katta aloqasi yo'q. Asosiy sababchi emas u. Ha, u asosiy sababchi. Daromadni kamligi qarz olishga asosiy sabab emas. Qarz olish bu odamning psixologiyasi bilan bog'liq masala. Anaqa bilan bog'liq emas-da. Misol uchun, men qarz bilan yashamayman degan odam qarz bilan yashamaydi. Endi degan bilan degan sal sodda bo'lib qoldi-ku, o'zi tegida to'g'ri degan odam, lekin o'sha degan odam qarz olmaslik uchun harakatini qilsa, misol uchun men aytaman, Husan aka, men hech qachon ana shokolad ko'p yemayman deganimdan keyin, demak shokolad joylardan yurmashim kerak. Shokolad do'konlariga kirmashim kerak, shokolad sotadigan kafelarga kirmashim kerak-da. Bu menga o'rtoqlar bilan o'tirishimiz kerak emas-da. Qarz olmayman degan odamning ham harakati o'sha qarz oladigan joylar yoki reklamalar yoki boshqa narsalarni ko'rmaslik kerak degan masalada. Endi odam nimaga qarz oladi? Odam asosan o'ylaydiki, что menda boylik yetmayapti, menda daromad yetmayapti, shuning uchun qarz olaman deydi. Endi xo'p, boylik yetmasa, o'zi boylikni o'zi qayerda degan savol bor. Boylikni o'zi qayerda degan savol bor. Boylik bu qadriyatga sotib olinadigan narsa. Endi qadriyat qayerda paydo bo'ladi desa, ilm va xulq bilan paydo bo'ladi. Buni ham bir chizib ko'rsatamiz. Nimani chizib olishimiz kerak? O'zi bo'ladigan masala birinchi tema ilm va xulq paydo bo'ladi. Ilm, ya'ni bitta kitob o'qiydi, uni o'qiydi, boshqani o'qiydi, kasb qiladi, nimadir qiladi va shu kasbga nisbatan xulqlarini paydo qiladi. Aytaylik, Navoiyga shogird tushdi.
Novvoychilik haqida kitob o'qiyapti, ko'miri qanaqa yoqish, gazni qanaqa yoqishda kitob nimadan o'rganyapti. Bu ilm. Agar bu ilmga xulq birlashmasa, bu eshikka yuklangan bir yuk. Xulq nima degani? Novvoy o'zini xulqi bo'ladi. Unni qanaqaligini biladi, qachon un kelishini biladi, bomdoddan vaqtli turadimi, bomdoddan keyin turadimi, qachon xamir qorib qo'yish kerak, aytaylik, obedda non sotsa ketmaydi, ertalab non sotsa demak vaqtliroq harakat qilish kerak. Misol uchun, Novvoyi kun tartibi bilan mani kun tartibimda farq bor. Uni kun tartibi boshqacha, mani kun tartibim boshqacha yoki sizni kun tartibingiz, mani kun tartibida farq bor. Bu ilmga nisbatan xulqlanish, kasbga nisbatan xulqlanish. Endi ilm oldik, odatlar hammasi. xulq odatlar hammasi bitta. Ilm oldik, o'sha bilan xulqlandik, non yopdik. Bu qadriyat. Bu qadriyat. Mana shu qadrli narsani biz sotsak, bizga o'rniga tilla, oltin, pul, kumush, so'm keladi. Bu mana shu tema. Bu uzoq sabr bilan paydo bo'ladigan tema. Endi qadriyati yo'q odammi, qarzi albatta bo'ladi. Mani qadriyatim yo'qmi? Demak qarzim bor. Ya'ni qadringiz yo'qmi, qarzingiz bor. Qadringiz bormi, qarzingiz yo'q. Mana shu narsa muhim. Shu narsani qat'iy ajratib olish kerak. Ya'ni boylik kelishi, daromad bo'lishi bu u odam o'zidagi qadriyatlarni ko'paytirishi. Qadriyatlar har xil. Misol uchun munosabatlarda qadriyat bo'lishi mumkin. Boyiga nonni yetishtirib chiqarishimiz ham bu bitta qadriyat. Ruschada tennis deymiz. Bu mana shu novvoy o'zidagi ilmiga, xulqiga mos bo'lgan nonni qadriyat qilib yasab, patir, un, nima chig'atoy patir yoki yopgan non boshqa deb turib olib, shunga nisbatan o'ziga o'sha qadriyatni pulga almashtiradi. Bu sodda tushuntirganda shu. Endi primerda tushuntirib beraymi? Ayting. Primerda, misol uchun Germaniya. Mana shu keys zo'r keys. Germaniya urushdan keyin bilamiz qanaqa ahvolda va qanchadir endi o'sha paytda juda katta summa qarz bo'lgan, boshqa bo'lgan, to'lab berish kerak bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan. Lekin ular ilmlanamiz, xulqlanamiz dedi. Bular rivojlanib ketish uchun ilmlanamiz, xulqlanamiz dedi. Aytaylik, mashina zavodlari. Mashina bo'yicha butun ilmlar Germaniyada. Mercedes, BMW номер 1 dunyoda. Номер 1. Ularning xodimlari shu masalaga xulqlanganligidan nimadan bilamiz? Точность germanskого производства, baqvatlilik, boyagi mustahkamlik, eng oldi modellar, chiroylilik, bu xulqlangan odamlar o'z vaqtida ishiga kelib, buni mehr bilan qilib Mercedes bo'ldi, BMW bo'ldi. Va bu narsa borib boylikka aylandi. Mana shu narsa bu, ya'ni Germaniya mashina misolida mashinani qadriyatli qilib yaratdi va shu qadriyatni butun dunyoga sotdi va shuni orqasidan boyidi. Men bitta temada gapirdim, endi Germaniyani tam juda ko'p kompaniya, boshqa nimalari bor. Mashina misolida shuni sotdi. Buni yo'q bo'lishini ham aytib beraymi? Ayting. Buni yo'q bo'lishi. Germaniya hozir dunyo bozorida mashina номер 1 номер 1 emasmi? Xitoyga berib qo'ydi. Berib qo'ydi. Nega berib qo'ydi? 20 yil oldingi qabul qilingan qarorlar bilan berib qo'ydi. Nega u qarorlarni qabul qilishdi desa, odamlar boyib borishni boshladi va narxini oshirib boshladi va kunli yemish ichishni kuchaytirib bordi. Germaniyada uy qimmat, Germaniyada produkt qimmat, Germaniyada ishchi kuchi qimmat, bu qimmat, u qimmat bo'ldi. Hamma narsa nafs uchun xarajatga ketdi. Lekin o'sha yerdagi boyga yetgan narsamiz o'zi to'xtab turinglar. Mercedesni dunyoda birinchiligini yoki BMW dunyoda birinchiligini berib qo'ygan nuqtasi bu reinvestitsiya, update uchun, boyiga yangilanish uchun sarflanadigan kuchlarni yo'q dedi. Bu yerda yangilanish uchun hamma narsa qimmat bo'lib ketdi. Yevrosoyuz o'zi qaror qabul qilgan, shu butun zavodni bu yoqqa ko'chiramiz, chunki bu yerda ishchi kuchi arzon, bizanikidan qadriyatliroq, bizanikidan aqlliroq. Mana bu yerda 3,5 ming yevro oylik berayotganimizga, bu yerda 1000 yevro oylik bersak, bulardan ko'proq narsa olamiz deganiga butun zavodlar Xitoyga ko'chdi. Davlat urovida ko'chgan. Men o'yladim, shu BMWni o'zi qaror qabul qilgan. Yo'q, BMWni o'zi qaror qabul qilgan. Yevrosoyuzda bir nechta qonunlar qabul qilgan, bir nechta sessiyalar o'tgan, shu biz Xitoyga ekspansiya qilamiz degan. Mana shu periodda mana boylikka kelishi va ketishi mustahkam. Ya'ni boylik qachon keladi, qachon qadriyat bo'lsa keladi. Boylik qachon ketadi, qachon qadriyat ketsa ketadi. Qadriyatim yo'qmi, qarzim bor. Qarzim yo'qmi, demak qanaqadir qadriyatim bor. Aytaylik, otangdan boylik qolsa-chi desa, otamni qadri bo'ptiki, menda boylik qoldi, meros qoldi.
Otamni qadri bo'lmaganda mani meros qolmasdi. Bu ham bitta muhim masala. Biza anaqani, ya'ni boylik qanaqa kelish formulasini eng soddasini ko'rdik. Ya'ni daromadimiz shu qadriyatimiz bo'lsa daromadimiz bo'ladi, qadriyatimiz bo'lmasa daromadimiz bo'lmaydi. Bu bitta masala. Qadriyati yo'q odamni qarzi ko'p bo'ladi, qadriyati bor odamni qarzi kam bo'ladi. Menimcha bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman. Bu shunga bog'liq narsa. Endi qarz masalasi. Qarz masalasi asosan nimadan kelib chiqadi? Ya'ni birinchisi o'sha qadriyatni pastligidan, ikkinchisi hisob-kitobni yo'qligidan. Ya'ni daromad bor, 100 so'mmi, 1000 so'mmi, million so'mmi daromad bor va bu daromadlarni xarajatga nisbatan baland yashashligida. Ya'ni borgan sari mana daromad 100 odam, men o'ylaymanki, birinchi 100 so'm topayotganda qarz olmaydi. 200 so'm, 300 so'm, 500 so'm anu zona komfortiga o'tish pozitsiyasida yanada oldinroqqa o'tib ketish. Hozir misol uchun Nexia haydab yurish kerak bo'lsa yoki Cobalt haydab yurish kerak bo'lsa, men tam 10 millik mashina haydab yurish kerak bo'lsa, 40 millik mashina haydab yuraman degan niyatda, ya'ni samarrazvitiyani oldinga surib yuborish, ertangi kun bilan yashash havasi bilan yashashda qarz chiqib ketib qoladi. Juda ko'p holatlarda shunaqa chiqib ketib qoladi. Ya'ni men hozir bugun kunimda taksida yursam ham bo'ladi, yo'q, men o'zim mashinam bo'ladi degan temada. Bugun kunga hisob-kitoblar boyiga o'tirib olib, emotsional emas, ratsional holatda o'ylaganimizda daromadim bor, mashina olaymi, taksida yurib turaymi degan joyda bunga kalkulyatsiya taksiga yurib turaymi deganda, bu daromad anaqa o'zini xarajatga qo'yadi-da, qarz olib mashina oladi. Ya'ni oddiy qilib aytsak, ko'rpaga qarab oyoq uzatmaslikda. Ko'rpaga qarab oyoq uzatmagan paytda qadriyatlariga nisbatan xarajat qilmaydi, qadriyatlariga nisbatan qarz oladi. Tushunyapsizmi? Bu qarz olganda hali xarajatga kirmadi. Bu keyingi xarajat. Mana shu auditoriyani darajasiga tushib olaylik deyapman-da. Sizni qadriyatlar degan narsani tushunmaydigan insonlar ko'p bo'lishi mumkin deb o'ylayapman-da. Nimani inobatga olamiz? Qadriyating past bo'lsa, qarzdor bo'lasan deymiz. Qadriyat deganda nimani inobatga olamiz? Bu haligi so'z shu darajada ba'zida ma'nosi ko'p-da, senniz deganda. Qadriyatlar deganda kimdir iymon, islom asoslari u deydi. Yo'q, yo'qqa chiqib ketmaylik. Qadriyat hammani miyasida har xil. O'shaning uchun qadriyat nimani inobatga olganligimizni aytaylik. Qadriyat deganda biz faqat moddiyatdan o'ylaylik. Hozir yo'qqa chiqib ketmaylik. Qadriyat bu hammani miyasida u so'zni qadriyat bu men maktabda o'qidim, institutda o'qidim, bitta kasb egasi bo'ldim va nimadir produkt yasadim. Men produktman. O'zimni sotishim mumkin bo'lgan produktlar bular qadriyat. To'g'rirog'i, siz 20-22 yoshgacha qanaqadir produkt bo'lish kerak, kasb egasi bo'lish kerak. Ilm, hunar, kasb egasi bo'ldingiz. Bozorga yo shopir bo'lib chiqdingiz, yo elektrik bo'lib chiqdingiz, yo Navoiy bo'lib chiqdingiz, yo sartarosh, yo kosmetolog, yo istalgan bir hunar, kasb egasi, aytishning bo'lib chiqdingiz. Sartarosh bo'lib chiqdingiz-da, sizni kuniga tam aytaylik 20 ta odam kelib choch oldiradi, 100 ming so'mdan 2 million so'm pulingiz bor. Men bilmayman endi bu o'tiraveradi. Aytaylik tam $100 pulingiz bor. Endi qarz qachon keladi? Mana shu $100 to'g'ri taqsimlasa qarz kelmaydi. Ya'ni men kuniga $100 dan pul topyapman va $100 da men o'zimni обновлением uchun, ya'ni ishimni rivojlantirish uchun, o'zim ustida ishlashim uchun, oziq-ovqatim uchun, kiyim-kechigim uchun eng muhimlari qaysi? Eng muhimlarining ichida har doim o'zimni rivojlanishim uchun muhim turadi. Oziq-ovqatdan ham muhim turadi. Misol uchun ilm, hunarni kuchaytirib borishim kerak. Ilm, hunarni kuchaytirib borish, daromad qilish qobiliyatimni ko'paytiradi. Daromad ko'paytiradi. Ovqat yeyish, kiyim kiyishingiz bu daromad ko'paytirmaydi. Ana oldin gap bo'lardi. Bitta odam oldiga soat taqib borsang, seni zo'r hurmat qiladi, seni sovda. U bo'lmagan tema. Men o'ylaymanki, odam $100 topyapti, $1 topyapti, $1000 topyapti, o'shaning ichida o'zini razvitiyasi ustida ishlash uchun o'zini boyagi sartarosh nimasini har doim qaychida olayotgan bo'lsa, apparat sotib olish kerak, atirlayotgan bo'lsa, boshqacha atirlar olish kerak, sochchi suvda yuvayotgan bo'lsa, hozir boshqa narsada yuvishyapti. O'sha narsalarni update'ini keyingilari kimniki? O'zini sohasini chuquri ilmi bo'lishi uchun kerakda har doim. Ustoz ko'zi urishi uchun bu pul sarflash kerak. Mana mashitda zo'r misol. Bitta sartarosh 10 yil ishlaydi yoki bitta mashina ustasi 10 yil ishlaydi, faqat Nexia'ni remont qilib o'tiribdi. Hozir mana bozorda bo'layotgan ish. Mashina ustalari faqat Nexia, Lacetti boshqa remont qilib o'tiribdi. Bozor to'xtamaydi.
Bozor elektromobil chiqadi, uranovый dvigatel chiqaradi, yana dальше ketaveradi. Bular o'zini update qilmagan. Hozir endi update'ga borish uchun qarz olish kerak. O'zini ustidan ishlash. O'zini ishlash uchun qarz olish kerak. U nima? Оборудованиялар yangilanmagan. Оборудованияларning yangilanishi sekinlik bilan bo'ladi, tezlik bilan bo'lmaydi. Chunki boshida sizni kuchingiz bor edi. Qaychi bilan ishlasangiz ham odam klient kelyotgandi, 100 so'm, 200 so'm pul to'lab ketyotgandi. Hozir endi 30-40 10 yil ishlaganingizdan keyin siz 100 so'mga choch oldiradiganlarni bundoq chekkaga surasiz. Menga 1000 so'mga choch oldirganlar kelsin deysiz. Men opitim bor deysiz. Opitingiz bor, texnikangiz yo'q. Hozir bizda shunaqa sharoit zamonda. shunga Ha, sharoit shunga yarasha. Aytaylik, men 20 yil sartaroshlik qilgan bo'lsam, 20 yil sartaroshlik qilgan bo'lsam, 5-sinf bolasini chochini olmayman-ku 30 mingga, to'g'rimi? Balandni olishim kerakmi? O'shanga yarasha kattaroq pul topishim kerakmi? Bu psixologik jihatdan biz hali xarajatga ham o'tganmiz yo'q. Psixologik jihatdan bu muhim narsa. Shuning uchun birinchi kun topgan pulidan boshlab o'zini texnikasini, o'zini kasbini rivojlanish uchun, o'zini kasbini nomeradini bo'lishi uchun pul sarflash kerak. Bu pulni oshiradi, bu daromadni oshiradi. Ovqatga, kiyim-kechakga sarflayotgan pulni daromadni oshirmaydi. Bu daromadni oshirmaydi. Oshiradigan narsa, telefon daromadni oshirmaydi, olgan mashinangiz daromadni oshirmaydi. Bular hammasi xarajatga o'tib ketadi. Faqat va faqat sizni o'sha sohangizga bo'lgan, o'zingizni nima deydi, kasbingizga bo'lgan texnologik, ilmiy, ustoz ko'rish, update qilish, yangilik chiqarish, mijozni o'ylash, mijoz hozir qanaqa choch oldiryapti, dunyoda qanaqa oldiryapti-yu, menda qanaqa oldiryapti, menga o'zi qanaqa mijozlar kelyapti, qon gruppasigacha bilish kerak degan tema bor-da. Shularni mana shu narsa, aytaylik, xarajatingizni $100 topayotgan bo'lsangiz, $20 shunga sarflab yuravering. Bo'ldi. Hozir boshqacha qilib aytganda, xuddi zakot topgan pulingdan 2,5% yoki falon narsaga muncha fonding bo'lishi kerak degandek, $100 topasanmi, 500 topasanmi, 1000 topasanmi, o'zingni har doim ilmingni, hunaringni oshirib borish uchun Обновление. necha pulini sarflayapsan? 5%nimi, 1%nimi, 10%nimi, ko'prog'inimi degan gap, tema. Ya'ni ro'zg'orga 100 so'm topayotgandik, muncha ishlatyotgandik, $1000 topsak ko'proq ishlatyapmiz. Lekin shu jumladan o'zingni ustingdan ishlash uchun fonding bormi, ilm fonding degan narsa kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Endi shu fond bo'lmasa, hozir siz $100 topayotganingizda oziq-ovqatingizga yetib beradi. $200 topasiz, oziq-ovqatingizga yetib beradi. Lekin har doim aytadiki, uylansam nima bo'ladi deydi. Zina degan tema bor. Yoshga qarab zina degan tema bor. 5 yoshdan bo'lganda 20 yoshdan hisoblaydigan bo'lsa, 25, 30, 35, 40, 45 deydi-da. Hech qachon siz 20 yoshda sizni $100 qoniqtirayotgan bo'lsa, 25 yoshda $100 qoniqtirmaydi. Shunaqa. Demak, 25 yoshda tam uylangan bo'lasiz, 20 yoshda uylanmagan bo'lsangiz, uylangan bo'lasiz. Mana juda zo'r ehtiyojlar davrida oshib boradi. Endi xarajatlaringiz ko'payadi. xarajatlar ko'payib boradi. Xarajatlar xohlasangiz, xohlamasangiz ko'payib boradi. Aksioma. Ha, bu bor narsa. Endi demak, daromadlar ham ko'payishi kerakmi? Daromadlar ko'payishi uchun qadriyatlar ko'payishi kerak. Qadriyatlar bu kasb dedikmi? Kasbimizdan biz ko'proq pul topishni boshlashimiz kerak. Kasbimizdan ko'proq pul topish uchun biza boyagi update'ga, boyagi o'zimiz ishlash, kasbimizni nomeradini bo'lish, boshqa bo'lishimiz bu bizani anaqamizni oshirib boradi. Kalibringizni oshirib boradi. Biznesda ham xuddi shunaqa. Biznesda agar обновлениеga, update'ga pul tikmasa, Germaniyaga o'xshab Xitoyga butun bozorni berib qo'yib o'tiradi. Keyin nima bo'ladi desa, hozir Yevropada juda kulgili holat bo'lyapti. Qanaqa kulgili holat? Xitoyni qadriyatsizlanyapmiz-da, yana borgan sari. Men misol uchun men o'zimni bozorimni sizga berib qo'ydim-da, menda turibdi. O'sha rivojlanmagan texnikam turibdi-da, mashinam turibdi-da. Men aytaman, sizni mashinangiz yomonlash uchun men o'zimni qadriyatimni tushirib tashlayapman. Sizni mashinangiz zo'r bo'lsa ham yomon deyapman, balon teshiladi, boshqa deyapman. Yevropani prosta YouTube kanallarini ochish kerak. Xitoy mashinalari haqida nima gap gapiryapti? Umuman bo'lmagan temalar gapirishyapti, shuni kiydirishyapti-da. Yevropaga borib qolsangiz, chayn mashinada bitta tering, hamma otsiflar yomon. Hamma chiqayotgan blogerlarga millionlab pul sarflashyapti, shu Xitoy mashinasi yomon. Nimaga? Yaxshi deb qolsin, 3 minutda bizani egallab olganda ularni ham egallab qo'yadi. Bu ham xuddi shunaqa. Boshqa sartarosh, bitta sartarosh kelgan, boshqa sartarosh ikkinchisining o'rnini egallab olish, rivojlanayotgan sartarosh har doim rivojlanmayotgan sartarosh bozorini olib qo'yadi. Xohlasa, xohlamasa, chunki nimaga? Aytaylik, mana rivojlanayotgan
kasbida rivojlanayotgan odam kasbida rivojlanmayotgan odamni olib qo'yadi. Nega? 10 yildan keyin 10 yil oldin men misol uchun adamlar bilan soch oldirgan borardik-da. Men ko'rgan narsam boygani britva mana bunaqa ustara, qaychi, qaychini bir yoq taroqligini ko'rsak, bu kurtoy sartarosh deb o'ylardik. Hozir hamma sartaroshda avtomatda unisi bunisi mana texnikasi bor. 88 ta narsasi bor. O'tiradigan oynalari boshqacha, kreslolari boshqacha, yuvayotgan sharoitlari boshqacha. Endi boyagi 30 yil oldingi sartaroshga balkim joyini yasash mana qaychisini olish uchun $200 pul yetar. Hozir bitta sartaroshxonaning stoli agar u $12,000 dan kam bo'lsa odam kirmayapti. Bunga boyiga $200 bilan qolib kelgan odam bitta sartarosh 12,000 bilan kelsa kim oldiga kiradi? $12,000 dan past stolga yosh bola ham kirmayapti. Menimcha shuni 12,000 dedi. Bu 8,000 bo'lishi mumkin, lekin точно 5,000 emas. Точно 5,000 emas-da. $12,000 stolga siz yosh bola kiryapti. Ani 30,000 so'm pul beradigan yosh bola ham $12,000 stolga o'tiryapti. Boyagi sizni apparatingiz. Tanlash imkoni bo'lsa nima qilaman? O'tda o'tiraman, o'tda o'tiraman deyapti. Yo'q. Bitta masala bor, bitta tema bor. Boyagi ani minimal bor-ku, biz 12,000 deb balkim eng zo'r stol haqida gapirayotgandirmiz. Lekin o'sha ani 6,000 dan pastiga o'tirmayapti-da. Ya'ni siz $200 apparatura bilan sochingizni faqat tekinga olasiz, pulga ola olmaysiz. O'shanda ham so'kish eshitasiz. Bu ham xuddi shunaqa, texnologik rivojlanishi, odamlarning kasbga bo'lgan nisbatan rivojlanishi boyagi anaqani prosta o'yindan chiqarib tashlaydi. Qanaqa ma'noda? Aytaylik, biza Tico mindik, Nexia mindik, Lacetti kelganda wow dedik, Malibu deganda dedik-da. O'shanda ruchnoylar ko'proq pul talab edi, ya'ni narxi balandroq edi, avtomatik hech kim tushunmasdi, yengillik deb tushunmasdi. Odamlar yengillikni birpas o'ylab turib, keyin qabul qiladi, hazm qilib keyin qabul qiladi. Hozir ruchnoy mashina menimcha umuman sotilmaydi. Bu ham xuddi shunaqa, boyagi taro bilan qaychiga hech kim kirib choch oldirmaydi. Dinozavrlar Nokia bo'lib qoladi. Nokia bo'lib qoladi. Shu masalasi bor. Mana shu paytda, ya'ni siz rivojlanib kelmadingiz, rivojlanib kelmagandan keyin nima bo'ladi? Stol $5,000 ekan. Aqlingiz yetadi, fikringiz yetadi, zikringiz yetadi. $5,000 pul yo'q-ku, qarz olinadi. Mana masjidda qarz olinadi. Men bitta turini aytaman, hamma turini emas, bitta turini aytaman. Ya'ni kasb egasi bo'lib turib ham orqada qolib ketish bu qarzga olib boradi. Ya'ni qadriyatni yo'qolishi, kasbda qadriyat yo'qolishi qarzga olib boraveradi. Nima temada? Qadriyat yo'qoldimi? Odam qarzga boraveradi. Moddiy qadriyatlar yo'qoldimi? Bu qarzga boraveradi. Boyagi kasbingizda qadriyat yarata olmayapsizmi? Yopgan non chiqarayotgan bo'lsangiz, patin non chiqarmadingizmi? Yoki oldin boshqa unda yopilardi, hozir boshqa unda o'rganildimi? Tandirda hozir adashmasam gaz ko'mirlisi anaqa uncha hamma ham ko'mirli nonni ovurmaydi. Uje biz gazli nonga o'tib ketdik. Bizning yoshlikda ko'mirli non bo'lmasa hech kim yemasdi. Hozir gazli non bo'lsa hech kim yeyapti. Chunki gazda qanaqadir drojelari, infrastruktura texnologiyalar o'zgarib ketdi-da, bu masala qo'shilib ketdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, kasbda qadriyat qachon to'xtasa, bu qarzdorlikka qarab olib ketaveradi. O'zi umuman odamda qadriyat masalasi uzilsa, aytaylik, qadriyat deganda oilada urush janjal, bu ham kiradi, qarzdorlikka olib boradi, boylikning yo'qolishiga olib boradi, boyga ilmsizlik, bu ham qarzdorlikka olib boradi, har xil bo'lmag'ur odatlar bu qarzdorlikka olib boradi. Ya'ni daromadni tushishiga olib boradi. Daromadni tushishi, xarajatlarning oshishi bu qarz. Mana bitta ko'rsatganmiz-ku, boya sizda tenli joy bor edi, mana delta qarz, mana. Daromadni tushishi, bu faqat qadriyatga bog'liq narsa. Oiladagi masala, ishxonadagi qadriyatlarning yo'qligi, o'zini kasbida qadriyat boyagi abnamliklarning yo'qligi, urushqonligi, so'kong'ichligi, o'zini xulqini noto'g'riligini o'zi ham qadriyatlarni pastga olib ketaveradi va bu qarzga olib boradi. Ani bitta qadriyat emas, bir nechta anaqa, bu muhim tushuncha borish kerak. Ya'ni qisqa qilib nima deyish mumkin? Ma'naviyat o'zgarmaguncha moddiyat o'zgarmaydi. Bu qonun. Odamni ma'naviyati o'zgarmaguncha uni moddiyati hech qachon o'zgarmaydi. Hech qachon. So'kong'ich odam, mamlaqa odam, u odam boy bo'lgan, u bo'lgan deb kesli keltirish mumkin. U 8 milliard odamning ichida bo'lsa 10 ta. Bu statistika emas.
Bu statistikani bir uchiga ham kirmaydigan narsa. Anaqa ketaveradi, yana aytiladigan gaplar bor. Har xil konspirologiya gaplar bor. Bu odam rizqini bergan, unaqa bergan. Men unga qarshi emasman, lekin odam rizqini olib olish uchun unda ma'naviyat bo'lishi kerak. Undan keyin moddiyatini topa oladi. Ma'naviyati yo'q odam boyagi kema 3 marta keladi-ku, anaqa istoriya bor. Что ey xudo meni qutqargin deydi, turadi. Kema kelib ketdi desa yo'q deydi, ketdi desa yo'q, ketdi desa yo'q deydi. O'sha odam ma'naviyati bo'lsa, fahm farosati bo'lsa, o'sha kemaga chiqib qutulib qoladi. Lekin ma'naviyati, fahm farosati tushunchasi bo'lmasa, o'sha kemaga o'xshab, meni qutqarib oldi, o'tiraveradi. Masala shunda. Qarzni birinchi boshlanadigan metrikasi shu yerda, ya'ni qadriyat masalasida. Bu birinchi metrika. Endi ikkinchisi, hozir odamlar birinchi metrika deganingiz birinchi sabablari. eng asosiy, eng katta sabablardan. Ya'ni boylik qachon bo'ladi? Qachon qadriyat bo'lsa, ya'ni qo'lingizdan kelayotgan kasb bo'lsa, kimgadir masala bo'lsa. foydangiz tegadigan manfaatingiz. Ha. Senisiz, ya'ni siz nimadir yaratishingiz kerak. Endi ikkinchisi, qarz qachon paydo bo'ladi desa, boyagi daromad tushib ketsa, daromad tushib ketib, xarajat ko'tarilgan joyda qarz paydo bo'ladi. Va bitta masala bor. Shu yerda demak, odamlarda daromad tushib, xarajat oshsa, qarz paydo bo'lar ekan deydigan fikr noto'g'ri. Shu joyida odam men qarz bilan yashayman, yo'q qarzsiz yashayman degan holat bor. Ya'ni shu joyda odam yo'q men qarzsiz yashayman deb o'shani imkoniyatini qilsa, u qarzsiz yashaydi. Yo'q, men qarz bilan ham yashayveraman, uni upravlyat qila olaman, boshqa qila olaman desa, qarz bilan ham yashayveradi. Ya'ni qaror sizdan. Qaror sizda. Yo'q, men qarz bilan yashayman, qat'iy turib, uni sabablarini qilinadi. Yo'q, men qarzni upravlyat qila olaman deb, uni ham sabablarini qilinadi. Endi bitta masala borki, dunyoda qarzni boshqaradigan kalkulyatsiya yo'q. Buni hamma efirdagi odam tushunib olsin. O'sha rassrochka olayotgan, depozit olayotgan, qarz olayotgan, mikrozaym olayotgan odamlar tushunib olsinki, dunyoda qarzni boshqaradigan texnologiya, ilm yo'q. Sitata. Fintechda bu yechim yo'q. Moliyada bu yechim yo'q. Xarajatlarni boshqaradigan ilm bor. Xarajatlarni upravlyat qiladigan ilm bor. Qarzdan udashni chiqib ketadi degan ilm yo'q. Yomon bo'ldi. Qattiq ketib qoldi. To'shna shunaqa. 100% odamlar men xarajatda qarzni olsam, bo'ynimga o'zimdan katta обязательство olsam, uni boshqaraman deydi. Unaqa ilm yo'q dunyoda. Qarzni upravlyat qiladigan ilm yo'q. Nimaga? Bu aniq. 100%. Nimaga bunaqa bo'ldi? Mana qarzi bor shuncha insonlar borku, mana $100, $1000, million dollar qarz. Bu nima degani? Bu hukmmi bo'yinda, xuddi hali qo'poq aytganda yashil palasa, qizil palasaga o'xshatdik. Jannat, do'zax bo'lsa, bo'ldi 90% do'zaxga kirib ketdingmi? Qarzga kirgan odamni oxir voy degani. Endi moliyat tilida aytmayman, qizil yashil palasaga o'xshataman deyman. Buni qarz va nima? Mana hamma qarz olayotganda men uni boshqara olaman, yopaman emas, boshqara olaman deydi. Deb o'ylaydi. Aslida u ilm yo'q. Xarajatlarni boshqarish ilmi bor, qarzni boshqarish ilmi yo'q. Xarajatlarni boshqarish etik. Xarajatlarni boshqarish qanaqa? Mani $1000 pulim bor va $1000 xarajatim bor. Bu xarajatlarni boshqarib, nimadir yemay, nimadir ichmay, $200 ajratib, update'ga unga bunga sarflashim, bu xarajatlarni boshqarish. Bu ilm bor. To'xtab tur. Mana san daromading 1000 ekan, xarajating 1000 ekan. Shu xarajating 800 qilganda, mana buni u yoqqa bu yoqqa o'girgan, nonni o'rniga buni yegan, buni o'rniga buni yegan, mana buni o'rniga buni qo'ygan degan ilm bor. Xarajatlarni boshqarish, moliyaviy savodxonlikda shu ilm bor. Bu ilmni qilsa, odam qanaqadir moliyaviy muvaffaqiyatga erishadi. Lekin qarz bilan borib sen muvaffaqiyatga erishasan degan tema yo'q. Tushuntirolmadim. Даже meni tajribam bilan nega degan savol paydo bo'ldi. Nega? Juda zo'r savol. 27 yil korxonamizda moliya direktoriman. Qancha qarzga kirib boshi og'rig'idan chiqqanmiz. Noto'g'riligini bilib. Hali hozir bundan oldin ko'rsatib oldingiz-ku. Men masala endi men bo'lib faqat qasam ichsang kecha qarzga kirmayman deb aytdingiz. Endi men o'sha narsa qarzim yopganda qasam ichgan odamman-da. Ikkinchi qarz olmayman. Ikkinchi mana shu bankdan ikkinchi qarz olmayman deb chiqqan. Bolalarimga aytaman, qarz olmagin deyman.
Ana endi siz bilan men mana shu bolamizga nimaga buni qilmaslikni tushuntiradegandek hozir gaplashishimiz kerak. Xo'p, siz $1000 topyapsiz, $1000 xarajat qilyapsiz. Bu yerda sizda hech qanaqa bosim yo'q. Sizni miyangiz bo'm-bo'sh. Sizni miyangiz rivojlanish haqida o'ylayapti. Men boya aytdim-ku, qarz xarajatlarga jan unaqa bog'liqlik joyi yo'q degan masala, daromad bilan xarajatga unchalik bog'liqlik joyi yo'q. Qarz bu psixologik kasal-da, anaqa emas. Ratsional yoki tam o'ylab turib kiradigan narsa, bu psixologik kasal. Odam yo'q qarz bilan yashaydi, yo'q qarzsiz yashaydi degan masalaga. Daromad bor, xarajat bor. $1000 pulimiz bor, oyma-oy kelayotgan $100 pulimiz bor va $100 xarajat qilyapmiz. Yetyapti, ko'nikmamizni hosil qilyapmiz. Mayli, kimdandir ko'p, kimdandir kam yashayapmiz, lekin qarzga kirmayapmiz. Bizani miyamizda kitob o'qishga vaqt bor. Ya'ni bitta kasbni egallashga vaqt bor, o'ylashga vaqt bor. Halovat, xotirjamlik bor. Bu miya uchun eng muhim narsa. Gruz yo'q. Qarz yuki yo'q. Pul bosimi yo'q. Mana bitta temada hamma aytadi. Davleniya yo'q. Davleniya yo'q. Hamma aytadiki, meni savdolar, men покупкаlarni ratsional qilaman. Endi nima deydi, bir kes chiquvdi-da. Shunaqa aytishudiki, mana ishdan bo'shayotganlarni atigi 35% oylik uchun bo'shar ekan degan bir fikr chiqqan, bir anaqa statistika chiqqanda, mana odamlar pul uchun ishlamas ekan degan tema chiquvdi-da. Sizlar qolgan undan keyin qolgan necha yuzta parametr bor. Shu boshqa narsa uchun bo'shagani necha yuzta parametri bor. O'shani birontasi 5% dan oshmaydi. Ishdan bo'shashlikni asosiy sababi pul. Qolgan yana 200 ta parametr bor, lekin u 200 ta parametr ishdan bo'shaydiganlarning 35% bu oylik uchun bo'shayotgan bo'lsa, qolgan parametrlarning birontasi 5% dan oshmaydi. Va balkim noto'g'ri parametr qo'yib qo'yilgandir, noto'g'ri savol qo'yib qo'yilgandir. Yana misol uchun birinchisi pul, boshqasi nima desa, boshqasini qo'yib statistika adashgandir. Lekin ishdan bo'shashda 35% odam pul deganda, men o'ylayman undan ham ko'p, balkim agar yana исследование o'tkazilsa, lekin bu asosiy masalalardan bittasi, chunki ishlashdan asosiy maqsad pul topish. Boshqa yana nima? Biznes qilishdan ham asosiy maqsad pul topish. Shu pul kelmasa nima qilaman qilib deydi. To'g'ri. Endi qarzdor odam biznes haqida emas, faqat qarz yopish haqida o'ylaydi. O'sish emas, cho'kmaslikni o'ylaydi. Cho'kmaslikni o'ylaydi. Shu joyimda qolsam ham yaxshi deydi. Korxonalar nega kredit olishi noto'g'ri? Uni juda ko'p sabablari bor. Mashinada tushuntirsam, menimcha to'g'ri tushuntira olsam kerak. Keling. Korxona aytaylik, oyiga 100 ta mijozni obsluj qilyapti. 100 ta mijozga 100 ta non sotyapti. Endi kimdir mana bu yerda 1000 ta mijozga 1000 ta non sotyapti. 1000 ta mijozga 1000 ta non sotyapti. Ko'pchilik nima qiladi? Agar mana bunda bitta tandir bor. Mana bunda 10 ta tandir bor. 10 ta tandir bor. Kimdir aytadi? Men bu yerga yana bitta tandir qo'ysam, 200 ta non sotar ekanman. 10 ta tandir qo'ysam, men ham 1000 ta non sotar ekanman deydi-da, 10 ta tandirga kredit oladi. Korxonani rivojlanishi degan temada bironta joyda qarz olsang rivojlanasan degan joyi yo'q. Bironta kitobda u narsa yozmagan. Yozgan bo'lsa ham men ko'rmadim, shu 45 ga kirib ko'rmadim. Bironta kitobda korxona qarz olsa rivojlanadi degan tema yo'q. Blue Ocean'da ham, boshqa anaqada ham, Kayasaki'da ham, hamma men o'qigan kitoblar хороший долг, плохой долг. Mana bu daromad keltiradigan aktivga olgan qarzing yaxshi qarz deyapti-ku kitobida. Yo'q, hozir kelamiz. O'shani ayting. Hozir kelamiz unga. Korxonani rivojlanishi degani chiqdi deydi. Kayasaki bunaqa dedi-ku deydi. Korxonani nimasida? Korxonani rivojlanishi deganda bir produkt turadi. Produktni rivojlanishi turadi. 2 mijoz muammolari, mijozni o'rganish, uni xulq-atvorlari turadi. Mana ikkita mana shu narsa asosiy muhim narsa. Ya'ni mijozni o'rganish va produktni rivojlantirish korxonada birinchi o'rinda turadi. Endi buni boyagi 10 ta tandir olib kredit olib qo'ygan odamga solamiz. Biza
kuniga 100 ta non chiqaryotgandik, bizga 100 ta odam kelyotgandi. Shu 100 ta odamni obslužniyasi biz uchun zo'r edi. Zo'r obslužniy qilayotganimiz uchun kelyapti. Bo'lmasa hamma borib oladi. Mana bu yerda non 100 so'm, bizda 120 so'm qildik. 120 so'm qildik va 100 so'mdan ko'ra bizning nonimiz kачественныйroq, zo'rroq, bizning mijozlarimizga mosroq, yoqadigan. Shuning uchun bizga kelib olyapti. Bo'lmasa bu yerdan ham 100 so'mlik non olib ketaveradi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi biza 10 ta tandir o'rnatib qo'ydikda, aytaylik $10,000 qarz olib qo'ydik. $10,000 oyma-oy kelib turibdi. Bizada 1 minut ham vaqt yo'q, qolgan 9,000 ta, 900 ta bo'ladimi? 900 ta mijozni o'rganish haqida. Analizga vaqtimiz yo'q. Qarz o'ylaymiz. Причем mana bu yerdagi 100 ta mijozni tovari 140 so'm bo'ladi rezultatda. O'zi aksar holatda 140 so'm bo'lib, bular bu kreditni yopadi. Pulli bahosi qimmatlashib ketdi-da. Qimmatlashib ketdi, bu yopadi. 900 ta mijozni kimi, qayerdaligi, qaysi mahalladagi, qaysi anaqa, nima non yeydi, man yopayotgan non hamma shu 900 ta odamga to'g'ri kelamidi yo'qmi? Mana bu yerda o'zi kelayotgan 10,000 ta mijozni, 1000 ta non olish kerak bo'lgan mijoz bu qanaqa mijoz edi? Qora non yeymidi, oq non yermidi? Shunga qarab men produktimni nima deb o'zgartirishim kerak edi? U yo'q. Bizda update bo'lmadi, bizda kredit bo'ldi. Ya'ni ustimizga qarz tushdi. Ya'ni masshtab qilmoqchi bo'ldik. Masshtabирование degan narsada qarz olasan degan tema yo'q. Bironta masshtabini qarz olasan degan tema yo'q. Masshtabирование deganda mijozni o'rganish, bozorni o'rganish, bozor o'rganish deganda otsenka rinka, boshqa degan tushunchalar bor-da. Lekin men bironta joyda, mana masshtabирование bo'yicha biz oxirgi safarimizda ham gaplashdik. Bironta joyda qarz olsang masshtabga chiqasan degan tema yo'q. Qarzni kundan birinchi kundan boshlanadigan narsasi bu uni moliyaviy bosimi. Ya'ni oyma-oy to'lovlarni kelishi, daromadi yetarli bo'lmay qolishi, foiz tufayli o'sib ketaverishi, eng katta va yomon narsa bu psixologik ta'siri. Ya'ni sizni miyangizda mijoz emas, ya'ni bugun men mijoz kelsa men boshqacharoq salom beraman, boshqacharoq muomala qilaman, men bunaqaroq non beraman, men bunaqaroq produkt beraman degan emas. Bugun bu mijoz kelsa men ko'proq pul olishim kerak va kreditni yopishim kerak. Bu bir asosan shu Fokus kredit yopishi ketadi. Bu doimiy xavotir. Qarorlaringizda uje siz nima deydi? Qarorlarda to'g'ri qarorlar qabul qilinmaydi. Har doim kredit yopish uchun qaror qabul qilinadi. Mijozni rozi qilish uchun qaror qabul qilinmaydi. Kreditni yopish uchun qaror qabul qiladi. Bu qarorlarda o'ziga o'zi ishonch to'shni yo'qoladi. Eng glavnisi qarzda yomon yo'qoladigan narsa erkinlik yo'qoladi. O'tiruvdingiz 100 ta mijozni obslužniy qilayotganda 100 ta mijozni muomalasini qilyapsiz. Boyaga mana nima-de Hasan akam munosabatlar marketingi haqida o'tirdilar. Men 30 ta tema yozimman. O'sha 30 ta temani hammasi mijozlar uchun bo'ldi va 30 ta temani hammasi call centerga, CRM sistemaga update ketyapti. Bu misol uchun o'sha yerda biz qancha Hasan akam 1 soat 40 minut, 1 soat 35 minut gapiribdilar. 1 soat 35 minutda men 30 ta katta mijoz haqida o'zgaradigan fikrlarni olib, xotirjam o'tirib, turgan joyimda сообщение jo'natib yorib, обработка qildim-da. Meni tushimga kirganmidi, shu Hasan aka mijoz haqida shuncha narsa gapirish. Agar men qarz olgan bo'lsam, birinchidan safarga bormasdim. Ikkinchidan Hasan akam gapi umuman kalamga kirmasdi. Bu hozir Hasan akam aytayotgan narsa menga minaga millionlik summaga tushadi. Minaga millionlik summaga tushadi. Men uni yillarga bo'laman, oylarga bo'laman, boshqaga bo'laman. Men bunisini hozir mana bu yerda qilaylik, buni bu yerda qilaylik. CRM korxonalarda CRM tizimlari nechta pulga o'rnatilyapti? Uni mutaxassislari qanaqa qimmat, qanaqa arzonligida xotirjam o'tirib olib 1 soat 35 minutda 30 ta kamida eng ishonchli qarorlarni qabul qildi. Balkim Hasan akamizni oxirgacha tushunmagandirmiz. Balkim обработка qilmagandirmiz. Balkim ko'rmaganmiz. Lekin 30 ta insightni olib va bu meni savdomni oshirish uchun, produktimni rivojlantirish uchun men xolis bo'lishim kerak, xolis o'tirishim kerak. Endi o'sha yerda men sirazi kelib turib, shu dushanba kuni ishga chiqdikmi? Dushanba kuni bo'lmadi, seshanba kuni. Bugun 4 kun bo'libdi. 4 kun faqat shu 1 soat 35 minut haqida gaplashyapmiz. Bolalar nima ichdilaring, nima chakdilaring o'zi o'tdi deyapti. Ma'maning to'xtab tur, bu yoqqa sur deyapti. Bu mamlaqa xodimlarni olib kelishni talab qiladi.
mana bitta call center 70%ni mana bunaqasiga o'qitish talab qiladi deyapti. Keyin mana sistemani almashtirish talab qilib oladi deyapti. Eng oson, eng soddasi birinchi iyunmi, ikkinchi iyunga kelar ekanda. Ikkinchi iyunga keladi. Hozir aprel bo'lsa, 1,5 oy vaqt bor. 1,5 oyda eng arzon, eng oson shu paytga kelar ekan. Mani kallamda qarz bo'lsa, mani kallamda kredit bo'lsa, men buni planlashtiramanmi? Hech qachon. Hech qachon planlashtirmayman. Hayolingiz faqat Ha, bankka ha. mana qarz yopishi. Mana hozir bizani qaror qabul qilishimizda erkinlik bor. Ya'ni vыборim bor. Xohlasam Hasan akam gaplarini olaman, xohlasam Husan akam gaplarini, xohlasam ham boshqa pul muomalasi bo'yicha qaror qabul qilaman-da. Xolislik bor. Mani miyamda "Voy, to'xtab turlaring, buni qilmaymiz. Anta qarz yopish kerak" degan tema yo'q. $1 bo'lsa ham bu anaqa psixologik ta'sir yomon. $1 qarz bo'lsa ham, $1 kredit bo'lsa ham, bilmayman, $1 qanaqa summa bo'lsa ham, muammoli shu. Tema bo'ladi. Shuning uchun menimcha bu temada qarzni olishdagi o'sha psixologik ta'sirini tushuntirmoqchi bo'ldim. Qarz olgan odam daromad xarajatga aloqadorlik joyi yo'q. Juda katta holatda aloqadorlik joyi yo'q. Va nima bor? Endi ikkinchi masala rassrochkalar masalasi. Biz rassrochka berganmiz. Bizning kompaniya eng katta rassrochka bergan kompaniyalardan bittasi. Biz uni yopganmiz. Nega yopganmiz? Odamlar faqat emotsional qaror qabul qildi. Rassrochka olish mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Aytaylik, halolmi? Biz aytgan temada halol bo'la qolsin. Rassrochka, ya'ni muddatli to'lov deydi, u mumkin. Lekin rassrochkani olishi mumkin bo'lgan odamlargagina halol. Men hozir halol haromga kirmoqchi emasman. Men biznes tarafidan aytyapman. Biznes emas, o'zi umuman qarz tarafidan. Men hozir uni hukmini, boshqa narsasini chiqarmoqchi emasman. Ya'ni rassrochkani olishi mumkin bo'lgan odamlar bor va olishi mumkin bo'lmagan odamlar bor. Kimlar, shuni ayting. Buni endi ajratamiz sekin. Endi men misol uchun bitta oila bor. Aytaylik, u oilada bitta ota bor va 2-3 ta bola bor, ayol bor. Ya'ni 5 kishilik oila. U oila misol uchun ota taksistlik bilan shug'ullanadi. Misol uchun taksistlik bilan shug'ullanadi. Mashinasini almashtirmoqchi. Oyiga aytaylik, o'sha 10 milliondan pul topyapti bu mashinada, lekin bu mashinada qolsa texnologik eskiryapti. Aytaylik, Nexia'da qolsa texnologik eskiryapti-da, odamlar Nexia mashinaga chiqmayapti. Elektromobilga chiqyapti. Endi elektromobil oladigan bo'lsa, mana bu Nexia'si $10,000 turadi, elektromobil $20,000. Mana bu $20,000lik mashinani olishga bundoq xarajatlarni hisobladi, sanadi. Xo'p, oylik boqish, oylik yeyish ichishimga yetar ekan, boshqaga yetar ekan. Lekin bunga o'tsam, menda oshar ekan, ham yopar ekanman. 1 yil, 2 yil, 3 yilda shu mashinali bo'lib qolar ekanman. Bu bir. Ya'ni 10 mingdan 20 mingga sakraydi. Men 3 yilda bu 15 ming mashina bo'lib qoladi va meni oylik dohodim oshadi degan fikrda risk qilib olsa bo'ladi rassrochkani. Lekin to'satdan turib olib, o'laman sattor shunda do'konga kirib, xolodilnik ber, televizor ber, anu ber, mana ber. Men bitta 15 talik televizor emas, endi 30 talik televizor taqaman. Har yili iPhone 17, 16, 18 olaman deb men bu yoqda olib ketaveradi. Men bu yoqda xarajat oshib ketaveradi. Bu yomon tema. Shunaqa emotsional xarajatlarga kirib ketish rassrochkada mumkin emas. Men kredit haqida gapirganim yo'q. Kredit undan 5 battar. Rassrochkani hozir hamma chiqib turib, mana olsa bo'lar ekan, boshqa bo'lsa deyotgan tematikada hozirgi kunda halolni ham olmagan do'st. Halolni ham olmagan. U misol uchun halol deganda shunaqa tema bor. Mana o'zi $100 ekan, $100 ga rassrochka berishyapti. Deydi-da, yo'q, u kimga kerak bo'lsa o'sha olishi kerak. Ya'ni rassrochka oladigan odam bor, olmaydigan odam bor. Ya'ni rassrochka mumkin bo'lgan odam bor, mumkin bo'lmagan odam bor. Kimga mumkin emas? Mumkin emas, naqd puli bo'lib turib rassrochka olgan. Mumkin emas, shu narsa kerak emas, lekin rassrochkaga olyapti. Telefonni ishlatyapti, yana 1 yil ishlatsa bo'ladi. Yana 1 yil 2 yil ishlatsa bo'ladi. 1 yil 2 yilda $100 dan yig'sa, $50 dan yig'sa, $30 dan yig'sa, yana keyingi telefoniga yetadi. Bo'ldi, u odam rassrochka olish kerak emas. Umuman olish kerak emas. Rassrochka olmasligi shart bo'lgan odam rassrochkani olishi boyagi holatga tushirish. Rassrochkamni yopishim kerak, o'qishim kerak, boshqa narsani qilishim kerak, uni qilishim kerak, buni qilishim kerakdan chalg'ib, mash telefonni pulini to'lashim kerak, o'tib ketaveradi. Telefoni yo'q edi. Umuman telefoni yo'q. Insga kirdi. Insda xos telefon kerak. Lekin olishga
shu aytaylik tam misol uchun $500 telefon kerak bo'layotgan bo'lsa, shu $500 ga hozir puli yo'q. Olsin. Qilsin boshqa qilsin. Shu yerda bitta juda qiziq joy bor. Shu yerda siz agar qadriyatli bo'lsangiz, sizga o'sha telefon arzonga aylanadi. Qadriyatli bo'lmasangiz qimmatga aylanadi. Mashinachilik. Nima degani? Ya'ni siz qanaqadir istoriyas, boyagi scoringga taqalgan narsa. Istoriyasda siz pullarni to'g'ri taqsimlagan bo'lsangiz, ota-onangiz olib beradi bargam. Ota-onangiz olib berayotganda, ota-onangiz pullarni to'g'ri taqsimlagan bo'lsa, mayli endi hamma har xil-ku, kimdir $1000, kimdir $500 topadi, kimdir tam 10.000 topadi. Bunisiga biz aralashmayapmiz-ku. Aytaylik siz tam oyiga 10 million pul topasiz. Shunaqa payt kelib qoldi, qizingiz o'qishga kirdi, budjetga kirdi, telefon olib berish kerak. Bundan baxtli ota-ona yo'q. Bundan baxtli ota-ona yo'q. Mana shu odam olsin, telefon qiziga olib bersin, gap bo'lishi mumkin emas. Va mana bu ota-ona boyagi xarajatlarni to'g'ri taqsimlagan bo'lsa, orqasida to'g'ri taqsimlagan istoriyasi bo'lsa, ya'ni foydalarini har oyda qilib yurgan boyagi daromadlarni ko'rsatib yurgan bo'lsa, Hisob-kitob bor. hisob-kitob yurgan bo'lsa, bunga $100 telefonni $120 ga rastochkaga berishadi. Lekin buni hisob-kitob yo'qligini bilsa, avtomatim 170, 180, 190 ga chiqib ketaveradi. Scoringda. Scoringda. Avtomatim chiqib ketaveradi. Boyagi qadriyat deyotganda mana odamning qadri qanchalik? Qadri bor odam qarzi bo'lmaydi. Qadri yo'q odam qarzi bo'ladi. Mana shu narsani tushunib olish kerak-da. Odam o'zini har doim har qanaqa qadriyatlarda qadri bo'lishi kerak. Qadrini tushunish kerak, bilish kerak, o'shani to'g'ri taqsimlash kerak. Bu yerda boyga aytganda scoringdan bu yaxshi ball olsa 120 sini oladi. Scoringdan yaxshi ball kim oladi? Qadri bo'lgan odam yaxshi oladi. Daromadlari joyida, to'g'ri taqsimlagan, oilasi shinamga bo'lsa ham yaxshi ketayotgan oila bu odam scoringdan yaxshi ball oladi-da, stavkani past oladi. Lekin scoringda yomon ball olsa, avtomatim 50 dan past emas. Ya'ni $1000 naqd olsa $1000 oladigan telefonni $1200 ga olish kerak, $1100 ga oladi. Yaxshi bo'lsa. Zo'r scoring bo'lsa 1100 ga mana mahliyo bo'ladi hamma unga. Men bu ichida yurganim uchun Vaqtida yopadi deydi. Vaqtida yopadi. Finansiy planirasi to'g'ri bo'lgan odamlar, oilali, finansiy planirasi to'g'ri, oilasida qadriyatlari to'g'ri bo'lgan, mana bolasi insi kiritadigan odamlar bu 1100 ga oladi $1000 telefonni. Oilasidan ajrashgan. Scoring ko'rsatib beradimi? Scoring ko'rsatib beradi. Oilasidan ajrashgan ekan, mashinasi birovdan arendada ekan, uyi arendada ekan, mamlaqa ekan, qadri yo'q, qadriyati yo'q odam bo'lsa 170 ga ko'tarib oladi. 1700 ga oladi. Tizim aytadi 170. Tizim avtomatik. U majbur oladimi shunda? U oboradi, majbur oladi. Chunki qadriyat yo'qligi uchun shu yerga kelganda. Qadriyatli uchun shu yerga kelgan. Shunaqa. Men aytaymanki, rassrochkani olishi mumkin bo'lgan odamlar bor va olishi mumkin bo'lmagan odamlar bor. Endi boyagi aytgan sifraga kelamiz. Asosiy informatsiyalar NPL deydi, ya'ni qaytmaydigan, defaultni qaytmaydigan kreditlarning stavkasi 12%. Ofitsial ma'lumot 12% agar 12-15 atrofida men eshitdim. Ofitsialni 12 yoki 15. Bu Ya'ni degani bugun kimdir bugun 100 ta odamdan 15 tasi default pulni qaytarmayapti. Xuddi boyiga ayolga o'xshab boshini ushlab yuribdi. 100 ta odamdan 15 tasi. bu Ofitsial ma'lumot. oluvchilarning 15% mi yo berilgan summaning 15% mi? Ikkalasi bir xil chiqadimi? Berilgan summaning 15%. Ya'ni aytaylik qaysidir bank yoki qaysidir rassrochkachi aytaylik 100 million kredit bergan, 15 millionni qaytmayapti. Yoki 100 ta odamga bergan 15%. Bular bir-biriga proporsional Bir-biriga narsalar. yaqinmi bu? Bir-biriga juda yaqin narsalar. Misol uchun 100 ta odamdan 15 tasi qaytarmayapti degani. Bu Markaziy bank e'lon qiladi bu stavkalarni. Markaziy bank 12 15 deb e'lon qildi adashmasam. 12-15% uxlayotgan pullar. Uxlayotgan pullar. Bu bir. Bu banklar, mikrokredit tashkilotlari. Lekin ko'chadagi rassrochkalarda bundan baland bo'ladi. Обычно baland bo'ladi. 15 dan 30 gacha bo'ladi. Bu shu hisob-kitobga olish kerak. Shuni hisobidan bu ottikalasi qimmat bo'ladi. Endi tasavvur qiling, что 100 ta odamdan 30 tasi uxlayapti. minimumda 10 tasini kallasida rivojlanish temasi yo'q. Ma'ni boshqa narsa, u qaytarmayotgani men uchun qiziq emas. Men uchun qiziq narsa 100 ta odamdan 10 ta odam nima fikrda, nima xayolda yurganligida. Boshi berk ko'chaga kirgan, rivojlanish o'ylamayotgan, boshqa qilmayotgan. Endi bizada bir zo'r gap bor. O'rtog'ing kim bo'lsa, sen ham kim bo'lasan? Men bu 10 ta odam, 100 ta odamdan 10 ta odam kimnidir o'rtog'i, kimnidir tanishi, kimnidir bilishimi kelsa, bu
mana bu kitobni o'qib turib 2 so'm topaylik emas, qanaqa qarzimni yopsam bo'ladi, buni ham tortadi. Bu muhim. Tushunyapsizmi? Hammani o'rtoq Husan aka emas-ku. Tushunyapsizmi? Men Husan akani oldiga nima kelaman? Husan aka bizni pul so'ragan ekamiz, boshqa so'ragan, maslahat so'ragan kelamiz. Husan aka mana bu bo'lyapti, mana qanaqa bo'lyapti, mana qanaqa bo'lyapti desa, siz baraka topkir. Какого figa san u 100 so'm ishlayapsan? 1000 so'm ishlashing kerak, 2000 so'm, 3000 ishlashing kerak deydi. Lankavida gaplashdik. Ha. O'shada men unaqa qilyapsan, bunaqa qilgan deydi. Lekin qarzdor oldiga borsamchi, u menga boshqa tema aytadi. Meni ham cho'ktiradi. Ya'ni cho'kayotgan odam pastga qarab tortadi. Negativni aura dedi. Negativni aura. Qarzni birinchi hamma o'ylaydi, qarz yoki kredit, endi hammasini qarz deb aytamiz-ku. Qarz kredit olgan odamlar birinchi kundan negativda bo'ladi. Hech qachon pozitiv bo'lmaydi. Shunaqa. Aura shunaqa. Psixologik bosim shunaqa. Men boshida aytganim shu, qarz bu daromad xarajatga unchalik bog'liq emas deganimdagi masala shu. Husan aka, bu psixologik holat, anaqa ruhiy holati yomon bo'ldi. Va ruhiy holat ko'proq anaqaga olib ketadi. Xo'p, ozgina falsafaga o'taylik. Ya'ni shuni qarz filosofiyasi. Shunaqa ekan. Mana esimda ofis marketlarni boshlagan yillarimiz, Ipak yo'li bankida ishlab yurgan paytimiz 97-yillarning gapini aytyapman. Bankdan 10 million qarz olish hammaga ham emas edi. Oson emas edi. Hozir shu darajada osonki, ko'chada oson pul. Falon, mana 30 minutda, 5 minutda bankka kelmay 30 million, 50 million, 100 million ol degan oson degan psixologiyaga ol pul. Mana pul kerakmi, muammosiz degan reklamalar bor. Banklarning nomini aytish shart emas. Variantchilar, boshqachalar. Ya'ni sotish uchun pul ol, kel, buy now, pay late. Bugun ol, keyin to'la, BNPL. Bugun shpelani ol, 12 oyda to'laysan. Nima qilib o'ylay o'tirsan? Ol, keyin to'laysan. Orzunga erish, sen bunga dasto'yinsan degan marketing ma'lumotlar ko'p. Bu kecha haligi bankdan 10 million olish, bu tanish bilish shapka kerak edi, kredit olish. Hozir nima qilsan? Knopkani bos, 30 million ol. Mani nazarimda shu reklamalarni ko'rsam, kim birinchi mana shu yonimizda yurgan odamni qarzdor qilishga qaryapti. Shuni ko'ring, 10 million bera olar ekanman, men birinchi qarzdor qilib olish odamni. Voy Abdulaziz akamga 50 million bera olar ekanman, men birinchi qarzdor qilib olay, shu odamning limiti menga o'tsin deydigan klient uchun kurashdek ketyapti deb qarayman men istalgan reklamani. Va bu hayotda pul olmagan odam, o'zi zo'rg'a 5 millionga ishlayotgan odam uchun 30 million halavada ko'rsatyapti. Aslida qopqon-ku deyman. Bepul hali pishloq mishilovkada bo'ladi, ya'ni besplatni sir mishilovka degan narsa-ku deyman men bilan sizni ko'zingizda. Lekin omma uchun bu sablazn. Ol, ye, bugun ol, keyin to'laysan deydigan kontakt ko'p. Sotuvchida ham, bankda ham, variantchida ham, nasiyachida ham. O'zi bu yechimdek ko'rayotgan narsa meni ko'zimda bu qopqondek ko'rinyapti. Ana shu psixologiyasi qatta, bolangizga borma kuyasan deydi-ku Hojiboy Tojiboyev. Men bolamga aytaman, bolam, qarsiz hayot bor. Men qora emasman, litsenziyam olib qo'ysa. Men tadbirkorman, men qarzi kaltagini, qarzi davleniyasini, qarzi bosim qanaqaligini ko'rgan odamman. Kasal emas, boshdan o'tkazgan kali, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabibman. Qarsiz sizga oson, siz gapira olasiz deydi bir xillar. Bor, bir burning chiqaransin, keyin ko'rasan deyman. Kommentda. Ana shunga men sizni munosabatingizni biling. Buni qarz vasvasasi deydi. Qarz vasvasasi. Ya'ni bizda rassrochka vasvasasi desa ham bo'ladi. Yana bitta nima qilib ketaylik. Zolotay lixoradga o'xshagan narsa. Zolotay lixoradga o'xshagan narsa. Birinchi masala, biz bitta narsani aytaylik. Qarz olishi mumkin bo'lgan odam bor, rassrochka olishi mumkin bo'lgan odam bor va sherikchilikka chaqirishi mumkin bo'lgan odam bor. Bularni statusi har xil. Ya'ni odam qachon qarz olish kerak desa, mana vaqtda qarz olishing shart degan tema bor. Qarz olishing muhim degan joyi bor. Hozirgi aytgan rivoyatlarda dindagi bor, men bunga eshak go'shti halol bo'lsa, bunga harom deydigan joyga o'xshaydigan narsa bo'lmoqchisiz. O'sha. Kimga mumkin? Qani ayting qani? Misol uchun, miskin bor, faqir bor, boy bor. Boy bu anaqasiga yetgan.
Faqir Nisob. bu nisobga yetgan. Faqir bu ya'ni bir kunlik ovqati yoki ovqatidan muammo bo'layotgan odam. Miskin puli bor, boshqa narsasi o'tib Undan turibdi. teparoq darajada. Ha, kattaroq. Faqir, miskin, boy. Ha, faqir, miskin, boy. Undan o'tadigan va keyingi etaplar boy etapi. Endi bizadagi qarz olayotganlar yoki рассрочка olayotganlar miskinlikdan boyga o'tayotgan versiyada olib, obratni faqirlikka tushib qolayotganlar. Tushunyapsizmi? Mana faqir bor, ya'ni kambag'al bor va o'rtadagi sloy bor, hali boy ham emas va kambag'al emas. Mana shu chiziqni olaylik, Ha, mana ha, uchta chiziq. ha. Mana bu Ha. yamadagi odam, Ha. mana noldagi odam, mana Ha, plusdagi ha, odam. plusdagi odam. Ha. Mashitda. Darajasi har xil Ha, mana. mashitdagi odam. Mana bu yerda yurgan odam bu yoqqa qarab ketayotgan paytida olyapti bu narsani. Mana bu pastdagi odam olishga uni skoring boshqa narsasi позволять qilmaydi, paka u olmayapti. Lekin sredniy sloy deydimi? Sredniy sloy tepa sloyga o'tayotgan paytda qarz olib, yana sredniy sloy pastga tushib qolyapti-da. Noldan pastga qarab ketdi. Noldan pastga qarab ketib qolyapti, ya'ni boyga nimalarga tushyapti. Endi yana boyga nimaga qaytamiz? Nimaga odamlar o'zi temada рассрочка ko'p beryapti degan savol bor. O'zi korxonalar tarafidan qaraylik, mana o'sha reklama qilayotgan korxonalar, qarz vasvasasi. Nega korxonalar unaqa ko'p reklama qilyapti? Ko'p reklama qilyapti. Bunchalik ko'p olinglar deyapti. Sotuvi misol uchun aytaylik, nasiyaga sotish deganda, ya'ni tovarni qadri qolmadi. Bizdagi qonuniyatda qanaqa? Misol uchun O'zbekistonning qonuniyatida aytaylik, kolbasa ishlab chiqaryapti. Kolbasani bu yoqda kredit olib qo'ygan korxona. Kolbasa ishlab chiqaryapti. Kuniga oyiga 1000 kilo kolbasa sotish kerak. 1000 kilo kolbasa sotmasa kredit yopilmaydi. Yana bu bankrotga tushadi. Bu bitta mexanizm bor va bu kolbasasini do'konga nasiyaga bo'lsa ham tiqib ketyapti. Do'kondan sotish kerak, bu kolbasani keyin sotyapti. U ham nasiyaga beryapti. U ham nasiyaga ketyapti. Bu bitta metod bor. Ikkinchi metod, ya'ni boyga kolbasa o'zi качественный kolbasa emas, aytaylik utrированно, yoki tam o'sha o'zini auditoriyasiga ega bo'lmagan, brendiga ega bo'lmagan, boshqasiga ega bo'lmagan do'konga nasiyaga o'tib ketyapti. Lekin menga kimdir aytdi, do'konda 100% hamma narsa nasiyaga hozircha yo'q, do'konda o'chib turgan tovarlar bor. Do'konda o'chib turgan tovarlar bor. 100% bu 30-40% dan baland. 100% predoplata bermasa bermaydigan tovar. Bermaydigan, oldindan o'chib turib oladigan tovar, 100% predoplata o'chib turib. Oziq-ovqat do'koni oladigan bo'lsak, men o'ylardimki, где-то bir 75% narsa bu nasiyaga keladi, 25% narsani bular o'chirib turib oladi. Yo'q. Bu narsa anaqa 45-65% gacha. 45% gina narsa bu anaqa, ya'ni qadriyati yo'q, u nasiyaga ham boshqa narsaga ham o'tib ketaveradigan narsa. Buni biz holat yomon deb bilmaylik-da. Misol uchun texnologik rivojlanayotgan, o'zini kolbasasini zo'r chiqarayotgan, boyiga o'sha hamma narsasini qo'yib, brendi, reklamasi, mijozini ko'rib, mana shu mijozlarga men sotishim kerak deyotganlar nasiyaga sotmayapti. Nasiyaga sotyaptiganlar bu siz ruchka ishlab chiqaryapsiz, Husan akam ruchka ishlab chiqarayotganlar, men ham ruchka ishlab chiqaraman deb, uni olib, bu yoqda hali ruchka ishlab chiqarish ilmini, boshqasini bilmasdan turib, ruchka ishlab chiqtirib, uni keyin рассрочкаga urib yuboramiz. Shular рассрочкаga beryapti. Bu nega рассрочка degan tematikada. Endi telefon, boshqa narsalarning рассрочкасida pul ko'payib ketganligi, ya'ni o'rtada pul massasi ko'p, ya'ni yurmayotgan pul massalari ko'p va bu pul massalari boyagi рассрочка sistemalariga kirgizilyapti. Predoplataga tovar olib kelib, рассрочкаga sotilyapti. Shuni naqdga olib kelib, naqdga sotsa bo'ladimi? Ham bo'ladi. Faqat o'shani kamroq olib kelsa va to'g'risini olib kelsa, mijozini analiz qilsa. Endi bitta narsani olaylik-da. Tasavvur qilaylik, Husan aka, o'sha рассрочкani reklama qilayotganlarga tasavvur qilaylik. Kecha bitta рассрочкаga bitta qonun chiqdi, menga hamma рассрочкаga chiqdi, endi nima bo'ladi deyapti. Chunki u rostakasmiga ishlasa, bo'ldi, рассрочка uxlaydi degan. Biznes uxlaydi degan. Hozir do'konlar рассрочкаga beryapti, boshqa qilyapti. Ertaga рассрочка instrumenti yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Uxlaydi o'shalar. Nimaga uxlaydi? O'sha bozordagi ig'roqlar uxlaydi. Hammasi uxlaydi. Nimaga? Mijoziga qachon nima kerakligini bilmaydi. Mijozi kimligini bilmaydi.
Ani internetda millionta auditoriyaga million so'm pul sarflab rassrochka boyga molini tiqib oladi. Bu mijoz bitta tema borda. Men hozir faqat rassrochka olayotganlar emas, rassrochka berayotganlar tarafdan gapiryapman. Rassrochka berayotganlar, kelinglar, olinglar, beringlar, boshqa narsa qilinglar deyapti-da, u mijoz yopadi, yopmaydi. Uni hozir qarz qilib olib, buni nimasini, pulni kimdir boshqadir yig'ishtirib olar degan tema bor. Olinglar deb buni o'tkazib olsa bo'ldi. Lekin bitta do'kon ochgan odam nima qilish kerak? O'sha massividagi turgan odamlarni o'rganib chiqish kerak. Bular qora non yeydimi, oq non yeydimi? Qanaqa televizor ko'radi? O'zi kimlar bu yerda yegan? Tarixi nima bo'lgan? Qon gruppasi qancha? Misol uchun, shu darajada analizlar bo'lish kerak. klient degan narsa. Har bir mijozini, har bitta nimasiga qarab turib, do'konga o'sha tovarni bugun qo'yib qo'ysa, o'ylaymanki 10% emas, 20% foyda ko'radi. Foydasini kattaroq ko'radi. Chunki eshigingizni oldidagi pomidor bilan bozordagi pomidorning farqi bor, narxida farqi bor. Bir xil bo'lganingizda ham eshigingiz oldida qimmat bo'ladi, bozorda arzonroq bo'ladi. Chunki bozorda hamma bilan o'tiribsiz, eshigingiz oldida bitta odam sizga olib kelyapti. Bu farqi bor. Men o'ylaymanki, do'konlar ham shunaqa. Lekin bugun rassrochka yopilib qolsa, nechta do'kon o'ziga ishonadi, men yashab ketaman deb. Birontasi yashab keta olmaydi. 100%. Chunki biz ular bilan ishlaganimiz uchun men aniq bilaman. O'tda mijozni o'rganish yo'q. Men faqat Hasan akamga xalidin sotaman, Husan akamga xalidin sotaman yoki Abdulazizga xalidin sotaman degan ularda strategiya yo'q. O'zini mijozini analizi yo'q, temasi yo'q. Analizlar, informatsiyalar, gigant informatsiyalar ularning kompyuterlarida musor bo'lib yotibdi. Qancha o'shalarni jonlantirsa, rassrochkaga emas, jivoyga sotadi. Mijozni cho'nchagida nech pul bor. O'shanga nisbatan telefon ber, o'shanga nisbatan xalidinni ber, uni предпочтениялariga nisbatan xalidinni bergin desa o'tib ketadi.